Salam, dünyanın her qaysi yerlerinde muhaciret yaşayotgan kelgüsüde ekranlarımız arkalı programımızı kadar teşekkür kılıngan barlık ör erkin iradelik özünün dini, milli, aqidisi qatarlıqlara ehmiyetle qaraydigan, samimiyetle muamele kılıngan ör iradelik qeyindaşlarga salam olsun. Hidayet ekranı hoş geldiniz. Muhterem qarindoshlar, bugungi programma 5 türlük din haqidagi izlanishlarning davomi bo'ldi. Qarag'unda bo'lgandek o'tgan qismlarda biz shahodat kalimasi, ondan keyin namoz ibodati to'g'risida to'xtalib o'tdik. Bugun shu 5 türlük dinning 10-chi umumiy sonida zikr tutdik. Bugungi tema haj to'g'risida bo'ladi. Qur'onni manba qilamiz degan iddia asas tushunchaga qarata boshdan oyoq zaharxandlik bilan asossiz qarshi turishlarda urinishlarda bo'lgan nurg'un insonlarning davosida Qur'on desang hadisni inkor qilsang bo'lmaydi shakldagi qarshiliklar maydonda o'zingizcha davom qildi. Bugungi kuna qadar taslim bo'lgani yo'q. Namaz meselesi kelgan çağda namazını durust, eğer doğru durust bo'lgan bo'lsa, Allohning nomidan qilingan ibodat ekanligi 5 türlük dinning türlükleridan biri, ruknining biri deb atilgan ashundaq buyuk ibodatlar agar muqim Alloh tarafidan payg'ambar sizlarga o'rgatgan shu namoz shu bo'ladigan bo'lsa, uning dalilini ko'rsatinglar degan asosidagi bayonotlarimizga dalil chiqmadi. Köst verilmeydiğini düşüngenlikimiz için soğandık. Müşahede avam, avamның sami tekrar dep koyuş deyişlik mesele, biz Kur'an'ı menba kılımız degen davayımızga sadık bolgan asasda hiç qandaq hayvetlerden, ülek mazalardan, yoki pir hocamlardan, yoki yana birlerden korkmasdan, şu Kur'an'da berim üçükken yo'qi yo'qkan, beri borkan degan shaklda hamma narsani o'ttirib qo'yishtirishib keldik. Shu da'vo, shu nimamizga asosan, fikrimizga asosan talab qildik. Ya'ni agar Qur'on hadis degan bo'lsanglar, nimani talab qilinglar, o'ttirib qo'yinglar. Bugungi temada haj temasidimi, yana shu fikr, ana fikr bo'ladi. Sizlarning ko'rilman do'stlar, vatandoshlar, sizlarning aldığınlığa Allah namıdan kelgen bir ibadet, aqide, düşünce, qatarlıqlar eğer deveylep kelse bir hüküm patibalar, bunun delili nime? Nereden aldın bunu? Dep soruşanlarını tavsiye kılınız. Çünkü Yahudiler ve ondan ilgili ötken ümmetlerinin özünün pop, rahiplerini, brahmanlarını Allah qatarda ko'rib olganlik bilan Qur'onda aytlangan bayonlar bor. Uni Alloh deb uni tangdosh qilib Alloh demaydi. Ammo Alloh nomidan o'ydirganlarga ma'qul deb ibodat qilganligini uni Allohning o'rniga qo'yganlik bilan tam deb Qur'onda eskartgan. Agar sizlarga ilgari aytlangan mushriklardek va boshqa ozg'un insonlardek, qavmlardek işlerini kıpkanması için tirişmen desenler, itaatınla halis Allah'a olsun. Programımız az başında ekranımızda mezkur 5 türlük dinini, tədqiqatını, dini izlenişini devam kılatkan buralarımız Haşimcan ekranda. Selamünaleyküm, hoş geldin. Salam, hoş bulduk. Biraz keçtirip koydum, hem onlardan özür dilerim. Kiriş kısmına biraz artık kaynak kalgan olsam, epok kavaysla. Lakin zürriyet noktasından deyiş, bugünkü temininki vezninin eğirlik tüpeyleden tekrar eskertişini zürriyet edip qaradım. Hoş, bugün esildeki tertip boyunca Ramazan'da plan kılgan ama aldığımızı kilovatkan hec münasebeti bilen dostlarının taleplerine asasen biz tertipini biraz ilgirken qilishni to'g'ri ko'rdik. Ya'ni haj temasini avval o'qiladi degan
muzokara qilingan bo'ldi. Shuning asosida bugun Qur'ondagi haj to'g'risida anglaymiz. Marhamat. Salom. Bizni yana qayta ko'rishishga muvaffaq qilgan, ekranda suhbatlashishga muvaffaq qilgan Tangrimizga hamd sanolar bo'lsin. Sizlar o'zinglar tarafdan yaxshi tushuntirishlarni berib, o'zingizga tegishli fikrni o'ttirib qo'ydinglar. Hamda menmi mushu 5 turlik din haqida asosli suhbat ilib berayotgan shuni fikrlar bilan suhbatlarni ta'minlayotgan kishi men bo'lish salohiyatim bilan hamda menmi ba'zi bir o'zimniki deydigan gaplarni oldin ola uchuq buni aniq deb qo'yishimiz kerak. Chunki hamda bu diniy masala mel dunyoning har qanday yeriga borsanglar bu nihoyat sezgur bir masala bu. Hem şunun qarta bu dünyanın hem yerde bu dini talaş tartışlarla hem de her qanday bir dinning kişi varsa var. Yani kelip bu bizning Uyg'urlarning o'rtasida bu dini ko'z qarash, dini masala hem de menenki his qilishim kerak boshqa millatlar qaragan chog'da biroz ig'irroq ekan. Ig'irroq ondan keyin yana bizda boshqalar qaragan chog'da tushuncha paylagan kitob oz bo'lganligi uchun biz bir xil dogma, qatmal holatda shu bizning yashagan zaminimiz qartash bizga yetib borgan qismini shu deblikka turilib qariqlarcha shunday ayishib turgan ahvol boshqa millatlar qaragan chog'da bizda yo'q. Shu hamda bu so'zlayotganlarimiz nihoyatda nozik, undan keyin nazik temalar hamda biz buni jur'at qilib o'tirg'i chiqdik. Avdisdan chiqish kuchimizdan yetishiga kapolatlik qilamiz. Lekin shunday bo'lsa-mu hamda bugun deydigan haj temasi bu 1400 yilning yog'izi, shu Uyg'urlarga nisbatan 1000 yilning yog'izi zodi bu shunda deb davomlashib kelayotgan bir diniy qoida, ya'ni diniy murosim shu Uyg'urlar qabul qilgan islom dinininki atalmış 5 turginiki 5-incisi. Hem de bu növbetiyle ekline diyen toqa ötkende Ramazan toğurluğu Ramazan vaktida başlanan sohbette Ramazan toğurluğu deyişme başka bir gap sözler bilen ötep ketip. Bazılar hem de bana teklif verip her işini vaktida boğa yaxşı dep şunu hazırmış şu haj mezgili boğandaki muşqitim haj doğrusida bir sohbet bolsun dep talep qilganlik uchun hem bana bir teklif berganlik uchun hamda buni baribir bu 5 asos turkning ichidagi birisi bo'lgan ekan oldi kelinglarkasi chatoq yo'q deb bugun ajdimizda so'zlaydigan bo'ldik. Hamda mening asosliq deydiganim hamda bu bek nozik tema emaygan tekrar deyman. Bu bek nozik tema hamda mushadi deyilgan o'ttirg'i tushgan gaplarning hammasini anlıqçılar anlap ondan keyin Qur'onningki oyatlar bilan o'zi qaysi arabcha bilsa arabcha mayli bo'lmasa o'zi eng yaxshi biladigan boshqa bir tillarda tarjimasini selishtirib ondan keyin deyilgan gaplarningki qanchalik rost qanchalik yolg'on andan uni o'zlari qaror qilsa bo'ldi. Biz bu yerda faqatlik bir yetkizguchi endi bayqallarimizni his qilganlarimizni milletimizle ortaklaşımız da çıktı. Benim asaslık deydiğim gibi, benim asaslık bunu oturup koşumda tutkan fakat Kur'an. Ben şu Kur'an'dan şu delil ispat, şu Kur'an'a boğan işenç olmasa bu gaplarni çıkıp oturup taşlaşkan benim hiç qanday haddim emas. Şuna gapni şundan başlasak, ey Allah. Kalbimken qilgan tilimni ravon qilgan ular mening so'zlaganlarimni tushunsin. Men shaxsiyatimdan gap qilmayman, ammo suhbatga chiqib diniy to'g'riliq gap qilyapmiz va oldin deb qo'yay, meniki shu Allohning dini, mayli Tangri demsizlar, mayli Xudo demsizlar, God demsizlar, shu Allohningki dini haqida so'zlaganlarimniki mening hech qaysi mening shaxsiy fikrim emas. Mening hech qaysi shaxsiy fikrim emas. Meniki deganlarimning hammasi fakat ve fakat Kur'an'ın ayetlerini tutup şu Kur'an ayetlerine asaslap çıkarılgan yakun ve şu Kur'an'ın ayetlerden düşünüp çıkarılgan hulasa hemen. Bunun asas kıldığından Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de mesela 16. surundaki 89. ayette şu Kur'an ne tibyanen likulli şeyin diyen.
tibyanan likulli shay hamma narsani shu dinga aloqador hamma narsani haligi uch bayon qilib bergan ro'shan kitob degan. Ondan keyin Sura Isroning 89 oyatidami bu Qur'onda insonlar uchun turli masalalarni xilma-xil shaklda bayon qildi. Ammo insonlarning to'lisi faqat haqiqatni inkor qiladi deb Qur'on Karimda oyat bor. Qur'on Karimda oyat bor. Shunga bu shu diniy jihatda bo'ladigan talashlar, shuni tortib gap so'zning hammasida asos qildig'ini emas, shundaqla onunğa reddiya berdig'imiz faqat kitobning ichida. Andan mush Qur'oni Karimni Cenab-ı Allah Qur'oni Karimning o'zida Sura Qiyomatning 19-oyatida biz Qur'onni tushundik, uni tushuntirib berish bizning mas'uliyatimiz degan. Andan Sura Furqonning 33-oyatida ular sening oldinga qandaq bir misolni, qandaq bir masala yoki o'zlari duch kelgan bir masalani ko'tarib kelsin, biz onunğa qarta biz sana eng yaxshi tafsirni nozil qildik deb Qur'on Karimda oyat bor. Shuningga asosan hamda meniki asosliqim haligi bu diniy jihatda izlangan Qur'onning ichida, Qur'onning sirtida emas. Şoň hamda men degan gaplarimga, Qur'onning ichida degan gaplarimga men o'zim ega. Qarshi tarafmi men ya sening gapingga biz yolg'on yoki bo'lmasa o'ydirma, bu sening gapingga Xudoning dinida hech qanday dalil yo'q desa, men faqat Qur'on bilan kelaman. Qarshi taraf Qur'onni ko'tarib kelamdi yo boshqa kitoblarni ko'tarib kelamdi. Bu haqda chiroyli munozirlashsak bo'ladi. Lekin gap shu. Shunga Cenab-ı Allah Qur'on Karimda shu 50-sura Sura Qafning 45-oyatiga deyman. Nahnu na'lamu bima yaqulun fadakkir bil Qur'on men yahafu va'id deb oyat bor. Biz ularningki nima deydiganligini bilamiz. Ya'ni shu chog'ning o'zida shu Muhammad shu atrofidagi Arabningki mushriklarga da'vat qilyapti-da, biz ularningki sana nima deydiganligini bilamiz. Sen kishilarga Qur'on bilan nasihat qilgan. Qur'on bilan nasihat qilgan Qur'on Karimda ochiq oyat bor. Sen Allohdan qo'rqadiganlarga Qur'on bilan nasihat qilgan deb Qur'on Karimda oyat bor. Shu hamda meniki deydiganlarim, chunki buni takrorlasak hech qanday ziyon yo'q, chunki bu bek cho'ng tema bu. Bu bek cho'ng tema. Ba'zilar qattiq yig'i kelishi mumkin, ba'zilarga cho'chib ketishi mumkin. Hamda shu hamda boshini deb qo'ysak, hamda haligi burunqi e'tiqodi bilan o'ziniki diniy e'tiqodi, ya mening iymonim shu, dinim shu deb xotirjamanda yashayotganlik bo'lsa, hamda ma ekrandan buni anglamay chiqib ketish kerak. Lekin hamda yo'q bu hamda bu dinkan bu. Buni bir bilib qolaylik. Hamda zodi Qur'on Karimda nima degan bizning bir unutib qolgan, ko'rmay qolgan yerlarimiz bormi desa, chiroyli bu yerda o'tirib paranglashsak bo'ladi. Hamda mening deydiganlarim yon desam Qur'onning ichidan. Shaxsiyatimdan hech qanday gap yo'q. Hamda hepimizni boshlasak ham bugungi tema bu haj demisi. Bu haj hamda biz hozirgi kelganlik e'tiqod qilib kelgan hamda atalmish islom dinida 5 turkning ichidagi oxirgisi haj. Shu hamma odamniki orzu qilib voy bu o'lib ketishdan burun bir shu Makkaga kirib haj qilib olsam bo'ladi. Tapqan taginniki hammasini yig'ib olib, aşağıga borib hajratib kelib, hech kim pushmon qilmaydigan, undan keyin shu yenib kelgandan keyin men hoji bo'ldim deb so'rinning to'ridan o'rin oladigan, shunda bir so'rinning to'ridan o'rin oladigan, boshlarniki hurmatiga erishadigan, shunda bir ish hamda buni qilgan odamga. Hamda mushningki shu biz bilib kelgan shu Ka'baga kirib, Ka'bani cho'g'laydigan, Arafat chiqib tashlatadigan ashulning hammasini shu Qur'oni Karimdan dalillab shu haj degan zoti nima deb shuni bilay deb Qur'oni Karimni izlansa, Qur'oni Karimda kelgan haj oyatlarininki, haj to'g'risidagi oyatlarning hammasida bu haj degan gapninki ma'nosi munozirlashish. Haj degan gapning ma'nosi munozirlashish. Munozirlashish. Inglizcha argument bir narsa
tartışış, münazirleşiş. Kur'an-ı Kerim'de işletilgen hec degan so'zningki asosli ma'nosi tartışış, münazirleşiş. Subhanallah. He. Hamda ayliqi boshlanishlar mashina bo'ldi. Hamda buni dalillaymiz hozir Qur'ondan biz. Bu yerde sözün beşik kirişleri kallamdan geçti bir soru değil. Bu lügatla hazırkı moşu mesela necdi misal aldı. Münazirleşiş degan ma'noni bildirganligini qaysi lug'atga asoslanib turib dedi o. Hamda hozir bu Benim demek çok mu? Mesela bir lügatta sözlükten tercümesinden çıktı mı bu hulasa ya ki ayetlerinin mezmununu qarab turib şunda hulasa çıktı mı? e, Ayetlerin ki hec degan sözden ayetlerken o'rni qarab turib shundan chiqadikmi? Shuni demak. shu Xudoninki, Tangrininki hec degan so'zni Qur'oni Karimning ichida shu ishlatgan yerlarga asosan, ishlatgan yerlarga asosan hecning bildiradigan ma'nosi Xudoninki maqsad qilgani Qur'oni Karimning ichida tortishish, munozir qilish, munozir qilish. Hacı deydi Arab tilindeki grammatikasida hec degani munozirlash olgan bo'lsa, haj degan hoji degan gap munozir qilg'ichi degan gap. Hoji degan munozir qilg'ichi degan gap. Hamda bu ishqilib hayron qolarlik, lekin chataq yo'q o'disdan chiqamiz. Onun chataq yo'q. Hamda Bundan olsa niyat aydınlaştı. Hec degan sözden münazirleşiş bo'ladiganligi lügat qaralmagan. to'g'ri, mana hozir Qur'oni Karimdan oyat gapiraman. Qur'oni Karimdagi oyatda Qaysi ayet, qaysi sure? masalan ikkinchi sura baqa ikkinchi suraninki 76 oyatini aytinglar. 76. İkinci suraning 76 oyati. İkinci sure 76. ayeti. Bana Men mechma ekranimda o'qib beraman. İkinci suraning 76 oyatida ve izâ lequllezîne âmenû to'xtang. قالوا آمنا وإذا خلق بعضكم إلى بعض قالوا اتخذ Orgi. To'xtang nima? Ular müminlerle uçraşkanlarda iman ettik deydi. Birbirleriyle yalnız kaçışkanlarda perverdigarlar kışıda müminler sizlerge karşı paket kösesin dep Allah sizlerge bildirgen. Ve yine ular sözler beremsizler, bunu düşünmemsizler deydi. Şu ayet var. Yani aşağıda. Ular yerde ve izâ lequllezîne âmenû. Ama Uyghur İslam o'qoy, ular mo'minlar bilan uchrashganda biz iymon etdik deydi. Bir-birlar yolg'izcha tepishgan bo'lsa, Parvardigoringlarning huzurida mo'minlar bizga qarshi pokitga ega bo'lib qolamiz deb Alloh sizlarga bildirgan narsani ularga so'zlab beryapmizlar, buning aqlini ishlatmaymizlar deb ular bilan munozirlashadi deydi. Oyat kelganda alaykum liyuhajjukum bihi deb oyatning o'zida qaranglar. Liyuhajjukum bihi degani şu oyat haqida munozirlashamizlar deb ayna gap bor. Aşu haj liyuhajjudiki aşu hajdiki so'z tumira aşu hajla o'xshash aşu liyuhaj. Ma'zir yani kelmaydi oyatlarga. Yani Kul etuhacunana fillahi ve huve rabbuna ve rabbukum de o'xshash sura Baqarninki 139 oyatini açsanglar 139. Ana aytdimki sizlar Alloh to'g'riliq biz bilan munozirlashamizlar deydi. Oyatning arabchasini o'qsanglar ma'no to'g'ri tarjima qiling. Kul etuhacunana
Anıma Mehmet kim tercüme qilgan bo'lsa, Alloh to'g'riliq biz bilan munoziralashamisizlar deydi. 130 necha? 139. Ya. Qul atuhajjuna fillahi ve huve rabbuna ve rabbukum. Ve lana a'maluna ve lekum a'malukum ve nahnu lehum muhlisun deydi. Sizlar Alloh to'g'riliq biz bilan munoziralashamisizlar. Halbuki u ham bizning Parvardigorimiz, ham sizlarning Parvardigoringlardir. Bizning qilgan amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning qilgan amallaringlar ham o'zinglar uchundir. Biz Allohga xos ibodat qilamiz degan shu oyatda Aşa haj degan so'z ishlatilgan. Qul atuhajjunana degani sen bizlar munoziralashamiz bu yoqda degan munozirga haj bilan o'xshash gap shu. Andan shu o'xshash sura Baqaraninki 258-oyatini olsanglar, alam tara ilallazi haja İbrahim'e fi rabbihi deb oyat bor. Nechinchi oyat? Sorry. 258. Shu sura Baqaraninki 258-oyatda. Mana alam tara ilallazi haja İbrahim'e fi rabbihi deb shu oyatni o'qinglar. İbrahim bilan munozirlashgan odamni ko'rmadingmi deydi. Hacı İbrahim ha. Hacı. Ashuma shu haj degan gap so'z haj ashadima munozir deb kelgan. Ashadima munozir deb kelgan. Endi endi ko'pchilik deb qilsa, hammani aqtirib qo'ycha, shu o'zi aqtirib ko'rib bo'ladi. Andan hozir deb tushunami? Fa'un hajjuka deb bayana. Sura Ali İmronninki 20-oyatida fa'in hajjuka faqul aslamtu vajhiya lillahi va men ittabi'ani. Agar ular sen bilan munozirlashsa deb kelgan o'sha oyatda. Ondan keyin sura Ali İmronninki 61-oyatida faman hajjaka deb kelgan. Faman hajjaka fihi min ba'd ma ja'aka min al-ilm deb ashunda deb kelgan. Ashadimi o'xshash kelgan. Sura Ali İmronning 65-oyatida yana lima tuhajjuna fi İbrahime ve ma unzilat Tevrat vel İncil illa min ba'dihi deb kelgan. Ya'ni İbrahim bilan nemishga munozirlashlar, nemishga tortishishlar deb kelgan. Bu oyatdan bekjiq hamda, lekin yana boshqadan akalaylar sura An'amninki 80-oyatida va hajjahu qawmuhu qalu atuhajjunani fillahi ve qad hadani deb haj degan so'z ikkiga ishlatilgan mana. Sura An'amninki 80-oyati, ya'ni 6-sura 80-oyatda va hajjuhu qawmuhu deb kelgan ana. Uning bilan qavmi munozirlashdi deydi. Andin dediki, sizlar Alloh meni hidoyat qilgan bo'lsa, sizlar men bilan munozirlashamsizlar deydi. Ve haccehu kavmuhu qala atuhajjunani fillahi ve qad hadani. Yana shunday deb kelgan. Ana 42-suraninki 16-oyatidami vallazina yuhajjuna fillahi min ba'di ma mastujiba lahu hujjatuhum dahida deb kelgan. Ash oyatimi o'xshashligi haj degan so'z ishlatilgan. Haj degan so'z 42-ning 16-si. Toplam. Ben Cemile'den so'rab baksam, Cemile'yi başlar çıkarıptı. Yani biraz doğrusu da qattiq talash tartish qilganini ifodalaydiganligini yo'qotdi. Endi biz Gemini'dan nima qilmaymizda, bir osonlik olsun. Masalan, men hozirdan gapim ben Qur'ondan necha qitim o'qidim. Masalan, Uyg'ur tarjimasini men jurnal oldida o'qib, ovozlar chiqarib, lent chiqarib baqqan. Bir narsani o'qib bo'lib, uni ta'rillab ovozini ta'rillaymiz deb. Ashta qilib Qur'onning tarjimasini oldindan biroz qitim o'tgan dengizimda.
Aşında başka hiç kelimesine mesela mandaya kelgen çağda ama tercümelerine ya ki telaffuzuna okugan bolsak mı? Ama hac ya hac dep tolaydı mesela Evet. hac kelimesini hac kılış, hacım şekildeki düşünce manımızga başka bir şekilde şablonu kasmı dikkat kılmay yürüp tok. Şunun acayip notı değil mi hazır? Aa, to'g'ri xuddi anaqa man inglizchada bir gap bor. Elephant sitting in the room deydigan. Uyning ichida yo'g'on bir pil bor deydi. Man uyg'urcha mandanim qilsa uyning ichida yo'g'on bir pil bor. Biz pilning yo'g'onligidan biz o'zimizning pilning kuchga to'xtaganligini bilmagan gap. Ashunday deydi. Elephant sitting in the room deydi. Endi buni haligi tamsilni uyg'urcha tamsilni qilishga haligi ishlik topolmadim. Boshqalarga rapaqs bo'ldi, lekin ma'nosi shunda. Normalda pil degan o'yda olmaydi shundaymi? U cho'qim bizga bilinishida. Pilning yo'g'onligidan biz pilning kuchga to'xtaganligimizni o'zimiz sezmayotgan gap bu yerda. Buni ashulani tamsil qildi. Shunga o'xshab o'sha haj degan gapmi? Biz haligi hammadan bu mushu deb nima qilgan ekan, uniki bu nima ekanligini mana keyindan qariblikka qarab boqmay, ash haqqa ergishimizdan ketaverib kelgan kunimiz mushu. Hamda bu haqda Qur'oni Karimni Uyg'urchaga tarjima qilgan hamda u xato emas. Mehmet Salima bu haqda mushu haligi arab tilidagi so'zlarni Uyg'urchaga o'rish jarayonida umuman o'zi tava bo'lgan mazhabniki ko'z qarashi bo'yicha shu mazhabdan chiqolmaganlik uchun ba'zi bir gap so'zlarni shu mazhab imomlariniki ko'z qarashi va o'zi bilgan hadislarga asosan Uyg'urcha tarjima qilgan chog'da burmilab tarjima qilayotgan. Bu bekchiq bu. Men hozir deyman shu Mehmet Salihning tarjimasining har qanday bitini o'risa, men bir qarab lekin ma'qul shu bo'lgan gap mana gap deb men depiralam. Uning jiqliqida men hammani yezib o'tdaman. Shunga o'xshash endi bu haligi hech degan gap haligi biz Uyg'urlar boshqa millatlar ishim yo'q. Qanday yaxshi ism keldi. Yaxshi ism kelmadi deb qo'shim kerak. Men bu yerda bir diniy urush qo'zg'amoqchi emasman. Yoki bo'lmasa xalqni kuchaytirib, uning qarashtirib, buni qarashtirib deb men ma'nim demayman. Undan keyin yana hammadan bir muhim masala, men xalqning diniy e'tiqodiga men qarshi emas. Xalq toshga ibodat qilamdi, butga ibodat qilamdi, xudoga ibodat qilamdi, nimaga ibodat qilsa, uning bilan mening ishim yo'q. Endi bu yerdagi mesela biz o'zimizni musulmon deymiz, Qur'onni bizniki diniy kitobimizda qabul qilgan ekan, cho'qim bizniki qabul qilgan ba'zi bir diniy faoliyat ish harakatlarimizning hammasi cho'qim shu Qur'ondan dalil bo'lish kerak. Shu hamda boshqalar bilan ishim yo'q, lekin haqiqat shu. Qur'onda bo'lsa shu. Agar u xalq o'zininkini aqlaymasa, bu yerda ikki xil zidlik kelib chiqadi. Ya Qur'on yolg'on bo'ladi, yoki bo'lmasa xalqninki diniy e'tiqodi yolg'on bo'ladi. Shu hamda buni Uyg'urlar bilan bir o'rtoqlashib, bu bak yangi bir narsa bo'lganligi uchun o'tirib tashlab bir o'rtoqlashaylar. Xalq o'zininki nimaga ibodat qilayotganligini, nimaga e'tiqod qilayotganligini bilib onunkin e'tiqod qilishon deb o'tirib chiqdik. Endi hozir shu Qur'oni Karimdagi shu haj degan so'zningki hammasini ayni 5-6 tani misollarni ilib ko'rsatdik ayni Qur'oni Karimda. Shuningki hammasi Qur'oni Karimda kelgan haj munozirlashish. Dostlarımızdan birisi 3. sure 96-97 ayetlerini bir eskertipti. Cealallahu Ka'betel Beytel Haram diye ayet miken makma hazır içiplikka qaray. Hakikaten insanlığa ibadet için tuncu sığıngan öy Mekke'de var. Tamam. Kelimiz hazır. İnne evvela beyti huda linnasi ellezî bi Bekke'te mübareke huda. Ya onun gibi kelimiz biraz sabır qilib tursin. Ayak hazırlık içerkesek ahırımcı kapeldi mı da bitdi. Şu anda biraz sabır qilib tursa, onu degan cho'qim kelimiz onunla. Endi hozir bizniki
Kichik vaqtlarimizga haremga bir borsam bo'ladi deb anda bizni kichik vaqtimizda haremga borgan odamga sho'r daryoda o'tadi ekan, sho'r daryoda o'tkichimlik bisi chiqib mushkutdagan luvami deydi ekan, agar mushkutdagan bo'lsa dengizga tashlatadi ekan deb bizni kichik vaqtimizda shunday anglaganda endi shu chog'dan boshlab bu hajga borsa nim bo'ldi bu nim bor ekan hatto bizni kichik vaqtimizda muallaqda tosh bor ekan deb shu nima laylab turdi ekan deb ashuniki hammasini İbrahim Peygamber'e atkan. Mesela hazır mı? Kabe'nin neyse ya bunu çokum deyiş gerek böyle. Çünkü bizdeki Kur'an'dan tutkumuz var bizdeki. Bunu çokum deyiş gerek. Hem de ma hece asasla ma bizle qabul qilgan bizga singdirilgan diniy e'tiqodda haj degan nima desa Kabe'ga borib Kabe'ni tavob qilishni haj deb bizga manda qabul qilgan. Amzakin bu Kabe'ni nereden paydo bo'lgan desa, shu Kabe'ni İbrahim payg'ambar solgan deb bizga hozirgacha shunda o'rgatgan. Hamda mushu ondan keyin Kabe cho'gilaysa deb Safa Marvaning orasida yursa deb ashning hammasini hamda bizga shu hajninki shartlaridan deb minalar chiqib tashqi boshlang hammasini hajning shartlarini bizga nima qo'ygan. Hamda bu bir narsani hamda shaxsan men bu borgan Saudiyaga, men bu borgan Kabe'ni qo'lim bilan tutib boqqan, men haj qilgan 2001-yilning 2002-yilda haj bo'lgan chog'da berib ashning hammasini biz o'z qo'limiz bilan tutib ko'rib qilgan. Hamda u chog'dagi tushunchimizda biz bir ägeç kucha Qur'onni rasmi savob bo'ladi deb ohangdash bo'lganlik uchun qofiyalar kelishgan bo'lganlik uchun uni o'qib mas'ulab uning ichki narsaga tuzuk diqqat qilmoqchikanmiz. Andan aldirashlik jon boqamiz deb shu o'qibligi gunohimiz yulib deb aynan endi buni rasmiy ichidan yozilgan buni tushunib o'qigandan keyin endi bu insonning kallasida savol tug'iladi. Savol tug'iladi. U bizniki qilib u Savdiga berib qilganlarimizninki mutlaq ko'p qismi Qur'onning ichida yo'q. Qur'onning ichida yo'q. Masalan buniki boshimizdan kelsak shu Kabe'ni deydi, shundaymi? Bu yerdan tartib ekspres bo'lib keyin unutib qolgan chiqmasin, ha? Tamam. Masalan qaysi tartib demoqchi? Masalan, haj so'zininki munozirlash ekanligini bu yerdan oyatlarda qo'lga o'tirib qo'ydik. Shundaymi? Ya'ni bizning tushunishimizda Makkaga borib haj mavsumida ashada haj qilganni ifodalaydi, shuni ma'noni bildirdi deydi. Ammo o'zimiz qo'limizdagi Qur'on qarasak, necha yerda munozirlashamizlar, talash-tortish qilamizlar şekilde kepti yani. Evet. Aynı kelime. Endi şu bu söz tükkan bo'lsa, endi invesle Kabe keldikmi? Çünkü men buni haj degani Qur'ondagi haj anda tushuntirilgan bizga talash-tortish munozir qilish. Lekin Uyg'urlar dinni qabul qilish jarayonida bu haj degan nima desa, shu Saudiyaga borib Kabe'ni cho'gilab kelishni biz haj deb tushungan. Shunday tushundingizmi? Bunga asosan Qur'ondagi haj bilan ma'vo hozir umumiylik musulmonlik qilayotgan Saudiyaning Makka degan shahriga borib Kabe'ni cho'gilab ekildigan bu haj, bu ikkisi ikki xil bir narsa bu. Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha. Qur'ondagi haj munozirlashish, lekin ma'vo haqni qilayotgani tiklab qo'ygan o'yni cho'gilash. Majiga kiramiz ham. Hozir shu hajni tushuntirib biz Uyg'urchilikda zavr til bilan nima qilmasak, ba'zi gaplarni tushuntirib, ishontirib olmaymiz millatga. Tamam. Hamda bizga bilishimizda shu haj deganda shu Saudiyaga borib Makkadagi shu Kabe va shuni cho'gilab Arafatni nima qilib yenib chiqishni biz hoji bo'ldi deb mandarin qildik degan. Hamda buningki Qur'oni Karimdan dalil qanchaliksa, aniki Qur'oni Karimda dalili yo'q. Mesela hazır qilayotgan shu hajibatniki Qur'oni Karimda dalili yo'q. Qur'oni Karimdagi haj faqat munozir qilish. Hamda buni hozir asosliq hozir aralashgan haj ibodatiga doir ma'lumotlanishida eng asosliqidan birisi Kabe'ni cho'gilash, shundaymi? Kabe'ni cho'gilash. Hamda uni Kabe'ni cho'gilamasa tavob qilish. Tavob qilish deydi. Cho'gilasiz g'albak ig'ir ketsin. U
Asli Kabe'ni tavaf qilishda bor, lekin bu uni cho'gilib oladi-da. Ama yerda o'limay ufqimni almashtirib o'zini xatasi olgan. Endi hozir men qilinayotgan haj Kabe bilan najibak zich bog'lanib ketgan masalan. Kabe'ni cho'gitsa uniki hech Şunun asasen hem de bu Kabe'nin tarixini bilse hem de biz hazırlıkçı bilgen hem de dini itikadımızda şey Kabe'ni İbrahim peygamber sağan. Bu dünyadaki tuncu öğütlerde mandat edip geldi. Hem de bu gapninki Kur'an-ı Kerim'de qanchalik delili varsa Kabe'ni İbrahim peygamberinin sağlıkına Kur'an-ı Kerim'de delil yok. Kur'an okumaptık da. Mehmet Ali'nin tercümesini okusa şimdi oldu. Kabe'ne yani de biraz ya bu bek çoğun hem de anlamaklık nadi be ağır tuyuldu. Siz devam kılıyor ama ben fakat yep bir yaş alganda tuyuldu. Şunu derdim. Sonra ben koydum burunki dini, şu başta ben de koydum burunki dini itikadını bilen hatırcam bilip aşınalar rahat yaşayatkan bolsaňlar mas orundan çıkıp gitinglar dişimden sebebi aşı şu. Bu nazma İğim hem de gipimiz davamlaştırsak hem de hazır bizi bilingen hacaş Kabe'ni tavukulaş hem de onu bizlige bilingen bizlige ügetkenlimisi de şu Kabe'ne İbrahim peygamber sağan deydi. Şunda mı? Onun genellikle Kabe var zemzem var. Zemzem suyu şu ilahi su. Dep onun için o zemzem suyunun mu kilişnimisi var. Hem de bak Kur'an'daki tarihka asasen o Kabe'ne İbrahim peygamberine sağlıkla Kur'an-ı Kerim'de delil yok. Ma'na kisblan deyiş gerek. Yani şundakla İbrahim peygamberninki hayatıda Kabe, Savd Arabistan'ınki zeminde yaşaganlığına Kur'an-ı Kerim'de delil yok. Savd Arabistan'a Araplar bilen bir yer yaşaganlığına hiç qanday delil yok. Hem de biz hem dinni haqdan qabul qilgandan keyin bizga o'rgatganimiz de şu Araplarni şu İbrahim peygamberning ikki o'g'li vardı, birisi İshaq, birisi İsmail. Şu İsmail'ninki evladlarından şu Araplar payda bo'lganda, mesela Muhammed peygamberning o'zini ama İsmailning cho'ngdasi İsmailga bağlaydı. Shundaymi? Lekin andizaki zemzem quduqqa chiqqanimi İbrahim peygamber İsmail bilan Hajarni aşağı bir yer tashlab qo'yib ketgan İbrahim peygamber, İsmail peygamber yangi tug'ilgan. Şununla İbrahim peygamber tashlab qo'yib boshqa ketib, u aşı Petrab yurib qarasa kichik İsmail yig'lab ketgan. Shununla Hajarda Qur'on Kerimda Hajar deb yo'q. Shununla İsmail peygamberniki onisi aşı balasa qarab lekin bizning anglaganimiz shu, men bir yerdan o'ydirib kelmadim buni. Manda timsak chataq chiqdi. Aşı Hajar etrafdan bir idem chiqib qolarmi deb u yangi jug'urib tikan, bu yangi jug'urib tikan. Shuningla İsmail peygamber jigre yig'lab putini yog'gan yerdan shu zemzem chiqqanda biz ma'niqa. Shuningla nanzakim şunu dini itikadın içine kirgizip mesela Savd'a göre pejgi kalmıştı Safa ve Merve deydi. Şununki otursa menişne hecninki rukunlardan birisi. Şuna mı? Seyir kılış. Hem de o seyir kılışınki asas sebebi aşırı rivayetin geldi. Şuna var. Hem de o Kur'an'ınki Safa ve Merve o başka bir manadaki narsa. O iki tağının attırısı cuğurduğunu bilen alakası yok onunki. Şendiraldın mı? Hoş. Delil anla. Tamam. Şimdi gepanlığını düşünemez. Zaten tercüman etmeydi o. Delil anla. Delil şu Kur'an'da var. Mesela oldu ya. İbrahim Aleyhisselam'dan Kabe'nin sağlıkla kadar Kur'an'da uçur yok. Delil yok. Kur'an delil yok. Yalgan bokap kalsa keltüs buldu.
Şuna misal yalgan deydigan olup kalsa. Hazır şuna kelime. İbrahim peygamberinin Kabe'nin sağlıklığı Kur'an-ı Kerim'den hiç delil yok. Onun için İbrahim peygamberinin mi? İbrahim peygamberinin mi? Şu Araplar yaşaydıgan zımınğı kilep, aşı zımında yaşayanlığı gayet Kur'an-ı Kerim'de hiç kanda delil yok. Hiç kanda delil yok. Bu yerde Bayatım tavsiye kılan ayette ziminde ibadet için tuncu sanılan Mekke deydi diyen kelimesi Necak okuduk ama muşun bayatın esketkendiğin keyinki okuğa vaktinde kallamdan geçken ders ne dediyse bu sana ilgili hiçbir agalandırış agalandırış kep bakmagan bir kavimge peygamber kılıp evetilgen deyilayotganligiga qarab turib tutmadı düşüm yerde. Kallam şu bileş. To'g'ri. Hamda ma oyatni ma hozir bayam so'rayman. Sura Ali Imronniki 96-97 ma'ni qanday tushunsa. Ma oyatni o'zini o'qisa, arabchasini Uyg'ur Mehmet Alining tarjimasini o'qisa ezib ketadi. Bu Mehmet Ali to'g'ri tarjima qilgan. Mana hozir mushadlam chiqib turdi. Qaranglar. Inna evvela bayta vudi'a lin-nasi allazi bi Bakkata mubarakan va hudan lil alamin debba. Ko'rdingizmi? Ayet kelganda bi Bakka deb kelgan. Bekke. Lekin buni Mehmet Ali Mekke deb manda tartib tarjima qilgan. Bekke degan Bekkeni qayta Bekke deydigan ism bor o'qiytaqcha. Yo'q shu. Qana shu dalil bo'lish kerak uningga. Onunğa Mekke'ninki burun Bekke atalganlığı delil ulaş gerek. Onunkine Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın vədisinin birisi Allah'ın sözü de hiç özgürlüğünü köymeyse de Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Allah bir nesini diyen olsa tamam şu Allah'ın sözü şu. Allah özünün sözünü özgertmeydi o da Kur'an-ı Kerim'de neticede ayet var. Şu ayetke asasen bu Bekke'ninki Mekke oluşu mümkün emez. Allah bilmez Bekke'nin Mekke'de kıyımda. Onun için hazır siz ya neydi yaxşı bir nimeler koydunlar andizaken bu İbrahim mesela şu Muhammed peygamberine İsmail'ninki evladının boğan İsmail peygamberinin evladının boğan İsmail peygamber onun için şu İbrahim peygamberinki oğlu edip aşına değil şuna mı? Hem de bunu azrak keyni gidip ne yapsak ayadalıq bayamqı hikayeyle bir şey qaysak, mesela İbrahim peygamber ayalı malına işte Hacer deydi. Hacer deydi. Şu Hacer ne ayalı Hacer ne? Şu İsmail ile şu hiç nem yok bir jangalıqda qo'yib ketgandan Zemzemdan chiqishi bilan Safavarninki nimshi ayadini qildi. Endi Uyg'urlar boshqa diniy kitobni o'qib boqmagan, hamda azroq tustirib qo'yib o'tib ketsak, bu Hacer degan ismni Qur'onning ichida yo'q. Mesela Hacer degan ism Qur'on Kerimning ichida yo'q. Endi uni shu Kon ahdnoma ya yangi ahdnoma shu Kon ahdnoma bo'lsa İbrahim payg'ambarninki nim bo'lib bu Hacerni xotin qilib og'alligidan tortib, uning hammasi Kon ahdida tafsili bor. Ammo biz azroqlikka qistirib qo'ysak, millatga texmo tushunishlik ochiq bo'ldi. Chunki bizning millat qo'rqib Kur'an'dan başka şey İbn Falanca Ebu Bakır'ın hadisinden başka kitapını okuğunu olmaydıgan millet. Şu anda Maya'da İbrahim'ninki bizle bildiğin Sara ve Hacer şimdiki ikkidan ayalı olgan. Hem de Sara'da öz nikah kılıp algan ayalı onun da Hacer doğruluq Kur'an-ı Kerim'de hiç qanday ma'lumot yo'q. Bu ma'lumot Kon ahdnomida bor, Old Testament deydi. Şu Kon ahdnomida bu İbrahim payg'ambar Sara'ni ilib Sarayla Mısır'a vardı iken de. Mısır'a vardı iken. Hem de o İbrahim peygamberinin ayalı Sara nayeti bak pamlaşkan çıraylı ayal iken de. Şununla o Mısır'a berip şu yerde yürüyüş jarayonida hem de onunki haqniki ko'zi tushib, ona xotiniga boshqalarniki ziyankesh qilib qo'ymasligi uchun o xotiniga deydi ekan, Saraga deydi ekan. Hem de sen bak chiroyli hamda haqlar seni bunda chiroylig'ingni ko'rsa, mendan tortib nim qilib oldi. Shunga sen o'zingni meniki buni men xotini demay, meni singlisi degan deb manda deydi ekan. Men Ibrohim payg'ambarning gapi men bijarni topgan edim buni. Konahda nomida bor. Shuning bilan bu Misr jarayonida bu Ibrohim payg'ambarning xotininki nihoyat chiroyligligi bu podshoning quliga yetilganda
Shu Fir'avnning padşahının quliga ketgan ekan, bu İbrahim payg'ambarni urduq chaqirdi ekan. Urduq chaqirtib, shuninglar uni qarasa rostgandek o İbrahim payg'ambarning ayoli chiroyli. Shuninglar uningdan so'rasa, bu mening singlim deydi ekan İbrahim payg'ambarga. Shuninglar o padşah o İbrahim payg'ambarning singlisi bo'lgan ekan, uni xotini bo'lgan ekan, bu singlisi bo'lgan ekan, buni ilib olsam bo'ladi ekan deb o İbrahim payg'ambarni siltib qo'yib, o İbrahim o Sarani yotoq o'yiga ichirib ekan. Onunlar bilib olgan. Shuninglar kechasi uxlab qolgan chog'da Xudo shu podshohniki tushuntirib, sen maydamga chiqilma. Agar sen buniki xudni, agar sen buni chiqilgan bo'lsang, men seniki taxti baxtingni vayron qilaman deb uni tushida qo'rqa soldi ekan. Shuninglar anzakim bu Misrning podshosi u gapni anglagandan keyin o ayolga chiqilmay, aytish chiqib o İbrahim payg'ambarga Aşina dedi, sen neymiş ki burun bunu demide, bu senin xutnun ken ko, sen neymiş ki bana sınlım deyse, de bunun iken sen bir aşina Xudanın ki büyük bir adam ikense bir peygamberdek. Hem de keçirge ben sana bilmeynim xupaptım dep, aş İbrahim peygamberge kıygan hürmetsizlik sebebinden Hacer o esli bir malay ayalken de bu. Hacer bir malay ayalken. Şu padişahın orduda hizmet kılgan. Şununla o Hacer'ne İbrahim'e malay qilib berib o'tdi ekan. Malay qilib berib o'tdi ekan. Endi İbrahim payg'ambarning ayoli Sara tug'maydi ekan. Uzun bir muddat kishi tug'magandan keyin shuninglar qarsa İbrahim Allohning payg'ambari tug'magan ekan, shuninglar o Sara bo'libdi sen Hajar bilan birga bo'lsang bo'lib, endi ashundan farzandingni davom farzand ko'rgan deb uningga ma'qul bo'lgandan keyin o İbrahim peygamber Hacer ile birga bo'ldi ekan. Shu jarayonda o İsmail peygamber Hacer'ninki bo'yda qolgan sharoitning o'zida o mo'jizadagi Sara'mı o'xshash hamil davlab qoldi ekan. Ularga ikki xotin kishi ayat tepishmagandan keyin o Sara uni yomon ko'rib, shuning bilan o Hacerni uyda tug'izmaydi ekan. Shuning bilan o İbrahim peygamber bizligi anglatgan hikoyada Hacerni abja gapirib qo'yib qolgan degandan keyin bosh kelish manbasi mana bu. Bosh kelish manbasi mana bu. Sara bilan ikki ayol chiqishmagandan keyin Hacerni uydan chiqardi ekan. Endi buni ma'baraqa bizga din taqatganlar shuni tartib kelib, shu İbrahim peygamber shu chaqnozda Hacerni shu Makkadagi vodiga ikkib qo'ygan. Vodiga ikkib qo'ygan, shu yerda hech qanday giyam unmaydi, shu yerda zamzam quduq ashunday bo'lgan deb bizga shunday hikoyani to'qib chiqib, anzaki Qur'oni Karimda kelgan İbrahim peygamberni shu sag'ana bayt deb inna avvala bayta wudi'a linnasi Hazayna inna avvala bayta wudi'a linnasi lillazi bi Bakkata mubaraka va hudan lil alamin degan shu oyatni ekiliblikka shu o'y Makkada İbrahim peygamber sag'an deb Qur'oni Karimdan boshqa yerda keladi. Shu Qur'oni Karimda o'z vaqtida İbrahim bilan İsmail o'g'li shu Ka'baning ulni qo'pirdi, Ka'ba degan gapni qo'shib qo'ygan ayada. Mamasala qo'shib qo'ygan. Shu baytning ulini qo'pirib deb Allohga duo qildi. Anda Alloh ularning ichidan duo qilib bu zaminni bereketli qilgin deb ularning ichidan bizning avlodimizdan o'zanga chiqirdigan, o'zanga itoat qildigan shunda taqvodor shunday bir bandini ato qilgan deb shu qilgan duosiga Xudo ijobat qilib, keyin shu Muhammad payg'ambarni İsmoilninki jami nasldan qilib, shunday Muhammad payg'ambarni chiqargan deb buni hamda shu bizga dinni taqatganlar shu afsonani to'qib chiqib, biz shu narsani bizga din deb qabul qilgan. Qani oyatda qani mana o arqa sura İbrahim'ninki 14. suranınki 37. ayette Sura İbrahim'nin 37. ayette. Mana
Rabbena inne askantu min zurriyeti biwadin gayri zi zar'in inde beytikel muharram. Rabbena liyikumus salate fec'al afidete minan nasi tahvi ileyhim verzukuhum minas semerati leallehum yeşkurun dedi. Rabbimiz evladımның bir qismi bo'lgan balam İsmail bilan ayolim Hojarni namoz o'qisin deb mana masala qo'shib qo'ygan. Asli oyati yo'q. Asli oyati yo'q. Sening hurmat uyingning qishidagi ikinsiz bir vodi Mekkani qo'shib qo'ygan. Vodiga o'rnashtirdim. Rabbimiz bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgan, turli meblarni ularga rizq qilib bergan, shukr qilib qolsa ajab emas deb Muşu ayetine aşular del kılıp muşu Mekke'ne Kabe'ne aşı İbrahim peygamber sağan der muşu ayetine maşan del kılıdı. Yani zemzemden gelip çıkışı onun diken aşı. Hem de bu gapının ki ne Kur'an-ı Kerim hem de testiklamda olsa Kur'an-ı Kerim testiklamaydı. Hem de Kur'an-ı Kerim'de tılgılıngan mesela Kur'an-ı Kerim'de tılgınlığa Araplar, yoki bo'lmasa Muhammad bo'lsin, yoki uning qavmi bo'lsin, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde ecdatlardan tortib ota-bobolarga hech qanday bir ogohlantirish kelmagan, undan keyin ularga hech qanday bir kitob berilmagan bir qavmga payg'ambar qilib evatganligini Kur'an-ı Kerim tasdiqlaydi buni. Mesela Sure Yasin'deki 1. ayetinden başlayıp 6. ayetindeki okusunu biz seni ota-bobolarga hech qanday bir ogohlantiruvchi evatilgan bir qavmga payg'ambar qilib evatdik deb Qur'on Karimda oyat bor. Ondan keyin yana mana bu ondan keyin mesela mana bu 28. sureningki 46. 47. ayetini açsam o 28. surenin 46-47. Sure Qasas. 5. ayette 28. Sure Qasas'ken 46. ayette. Mana. Ama Uyg'urchasini ham o'qib beray men. Agar Uyg'urchasida xatolik chiqsa, arabchasini deb beraman. Biz Turkiyaning bir tarafida Musoga so'z qilganimizda sen yo'q eding deydi. Lekin bu sendan ilgari deydi. Sendan ilgari degani shu Muhammadni ko'rsatdi. Sendan ilgari hech bir ogohlantiruvchi kelmagan qavmni ogohlantirishing uchun Rabbing tarafidan nozil qilingan rahmatdir. Ular umidki ular vaz-nasihat olg'aylar deydi. Oyatni ko'rdingizmi? Senden ilgari hech qanday ogohlantirish kelmagan deydi ota-bobolarga. Ondan keyin 32. suredami? 32. sureningki 3. oyatida em yaquluna iftarahu deydi. Hani mushriklar yani Muhammad uni o'zi to'qidi demdi. Miyada Muhammadni ko'rsatdi demaksa, asli arabchada u uni to'qib oldimi? Herkes undaq emas, belki o senden ilgari hech qanday bir ogohlantiruvchi kelmagan bir qavmni hidoyat topsin deb ularni ogohlantirish uchun Rabbing tarafidan kelgan haqiqatdir deydi. Ana 6. sureningki, Sure An'amningki 157. oyatida 6. sure 6. Sure An'am'ı deyman. 157. ayetidami yana shunda shu yoki sizlardan agar biz kitob nozil qilingan bo'lsa, biz albatta ular ortiq hidoyat topgan bo'lardik demasliklar uchundir. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan haqiqat, pokat, hidoyat va rahmat nozil bo'ldi. Allohning oyatlarini inkor qilgan va ularni yuz o'rgan kishilardanmi zolim odam bormi? Bizning oyatlarimizda yuz o'rganlarni ularning yuz o'rganligi uchun cho'qim azoblaymiz deydi. Ma oyati deydi, ana agar sen bizga kitob nozil qilgan bo'lsang, biz mushkul qolmaydik deb ashuna deydi. Chunki oyatning mazmunidan aniq chiqib turdi. Arablarga tarixdan buyon hech qanday kitob berilmagan, undan keyin hech qanday payg'ambar ularga kelmagan. Hech qanday payg'ambar ularga kelmagan.
Yani sürü ya işkişin yani oşuk değil tehemelik su kırmaz bolsun için. Ma'qul. İşkişin yani oşuk değil. Xo'sh. 43. süre Sure Zuhruf'ninki 20-21 ayette. 43. süre Sure Zuhruf'ninki 20-21 ayette. Ular merhametlik Allah xalisa bizlar çoqunmaydık dedi. Bu to'g'riliq ularning bilimi yo'q. Ular faqat jo'yludi dedi. Onunki 21. ayette em ataynahum kitaben min qablihi fahum bihi mustamsikun dedi. Yoki biz ularga Qur'ondan ilgari biz bir kitob bergan bo'lib, ular shu kitobga mahkam islomda. Bu Qur'ondan boshqa ularga hech qanday kitob kelmagan. Qur'ondan boshqa Muhammaddan boshqa ularga hech qanday payg'ambar kelmagan. Deb shuni ko'z demoqchi. Ondan keyin yana shu 42 surning 52 oyatidami? 42 surning 52 oyatida. Shuraning Sura Shuraning 52. Suraniki 52 oyatda. Mana ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina ma kunte tedril mel kitab ve la iman velakin cealnahu huden nuran nehdi bihi men neşa min ibadina dedi. Shuningdek emrimiz bo'yicha sana Qur'onni vahiy qildik dedi. Sen vahiydan ilgari Qur'onning va iymonning nima ekanligini uqmayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan bandalarimizdan xohlagan kishilarni hidoyat qilamiz. Shak shubsizki senlar to'g'ri yo'lga boshlaysan deb Muhammadni anima sur Yasinni o'qitadi, ko'ritilar. Shu yendilam 36 sur Yasin. Sur Yasinninki shu 1-dan boshlab 6-oyatigacha Yasin vel Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizur rahim litunzira deb mana 6-oyatda litunzira kavman ma undira abauhum fahum gafilun dedi. Qur'on ota-bobolari ogohlantirilmagan, g'ofil qolgan bir qavmni ogohlantirish uchun g'olib nihoyatda hikmat, nihoyatda mehribon Alloh tarafidan nozil qilingandir deb oyat shunaq. Qur'on ota-bobolari ogohlantirilmagan, g'ofil qolgan bir qavmni ogohlantirish uchun deb. Shuning o'zidan Əmdəgər İsmail peyğəmbərində yoki İbrahim peyğəmbərində Muhammed peyğəmbərinin ota-bobosi desə Qur'ondagi ayətə zid bo'ladi. Masalan, İbrahim peyğəmbər o'zi peyğəmbər shundaymi ya? Ha. İbrahim peyğəmbər o'zi peyğəmbər. İbrahim peyğəmbərinin kitobi bo'lgan. Masalan, Qur'ondagi oyatda Suhufi İbrahim və Musa deb oyat bor. İbrahim peyğəmbərniki o'qiydigan kitob bo'lgan. Uningki İsmail peyğəmbərning uning o'qiydigan kitobi bo'lgan. İsmail peyğəmbərdən oxuyulan kitablar. Sura En'am'nınki 80-ci ayətində içənlər. Sura En'am'nınki 6-cı surəninki 80-ci ayətdə. 70-dən başlayırıq deyim buna. 6-cı surəninki 80. Öz vaxtında İbrahim Azərgə deyilən başlandı. Yox, toxtam. iken. Sura En'am'nınki 89-cu ayət ekan. Mana hazır o Muhammed peyğəmbərin dedik şundaymi? Ata-bobolar hech qanday ogohlantirish kelmagan, shundaqla ularga o'qiydigan hech qanday kitob berilmagan bir qavmga seni payg'ambar qilib berdik deb men Qur'oni Karimda necha yerdan necha surni dalil qilib ko'rsatdim, shundaymi? Lekin ma Qur'oni Karimdagi oyatda İbrahim payg'ambarning kitobi bor. Masalan, Qur'oni Karimdagi oyatda Suhufi İbrahim va Musa deb oyat bor. Suhuf degani mana tiklangan. Onunki En'am'nınki 89-cu ayətdə ulaika ellezina ataynahumul kitabe deb. Müşada ular biz kitab berdik deb sanıgan aşı peyğəmbər rəsullarının içində İsmail peyğəmbərim var. 86-dan başlanğan. Bax 85-dən oxuyalım aqa. Və dəki 85-ni oxuyub ismini sanab gələn aşı kitab peyğəmbərini sanab bilməzdir. Zekeriya deydi, Yahya və İsa və İlyas deydi. Hemmisi sağlık kişilerden deydi. Onunki ve İsmail deydi. İsmail var.
Endi Yesa deydi, Yunus, Lut ve kullen feddalna alel alemin der. Bularning hammasini jahon ahlidan ustun qildik deydi. 87'de ve min abaihim ve zurriyatihim ve ihvanhum ularning ota-bobolaridan yoki evlatlardan yoki qarindoshlardan ba'zilarini hidoyat qildik, ularni tanladik, ularni to'g'ri yo'lga yetakildik deydi. Andan 88. ayette Allah'ın to'g'ri yo'li ana shudir deb kelib, 89. ayette mana ulaikellazina üstüdkilar ism keçkenlerin hemmini ko'rsatayna. Ulaikellazina ataynahumul kitabe vel hukme vel nebuvvete deydi. Yuqoridagilarning hammasiga biz kitob berdik, hikmat berdik, onun için payg'ambarlik ato qildik deydi. Payg'ambarlik ato qildik deydi. Shunda bo'lgan chog'da Qur'oni Karimdagi ma oyatning hukmiga asosan İbrahim peygamber bilan İsmail peygamberninki Muhammed peygamberninki cho'ngdasiz ekanligiga Qur'oni Karimda dalil yo'q. Buni ham shu kim chiqib endi bizlarga o'rgatdi, endi buni nima qilish kerak? Tamam. Tushuntirildimi? Biraz qishli joy keldi hozir. Endi yana gapimizni davom ettirib, asos xalq Kabaga nima qilsak, endi hozir endi Qur'oni Karimdagi oyatlardan Arablar yashaydigan zaminga hech qanday bir payg'ambar kelmagan. Hech qanday bir kitobni ularga berilmagan. Undan bu Kabani İbrahim peygamberning selishi ya Qur'on yolg'on yoki bo'lmasa İbrahim peygamberning Kabani soldi degan hikoyasi yolg'on. Bu ikki yolg'onning birisi. Endi qaysini tanlash har kimning shaxsiyatiga bog'liq. Men Qur'oni Karimni tanlaganligim uchun Qur'oni Karimni buningda shak yo'q dedik. Bunun shak yo'q dedik. Uningga hammadan muhim yana bir nima desa, Sura Nisoniki 82-oyatida avalan yatafakkarul Qur'on valau kana min indillah g'ayri lavajadu fihi ixtilofan kaseeran deb oyat bor. Sura Nisoning 82-oyatida ular Qur'onni tafakkur qilmanda, o'ylanmanda deydi. Agar Qur'on Allohning g'ayrining tarafidan bo'lgan bo'lsa, bu kitobning ichida nurg'unlagan ziddiyatlarni topgan bo'ladi deydi Qur'on Karim oyat bor. Shuning asosan Qur'oni Karimning ichida ziddiyat yo'q. Qur'oni Karimning ichida ziddiyat yo'q. Ham ziddiyat degan nima desa, birisi bir narsani oq degan bo'lsa, yana birisi qo'pab, "Ya bu oq emas, bu qora" degan bo'lsa, bu ziddiyatlik bo'ladi. Shundamga ishkilisi biz-bizlik ziddiyatlik. Zadi bu oqmiti, qormiti desa, cho'qim buningki oq yo qora ekanligini o'lcham qiladigan bir kitob bo'lish kerak. Endi bu Qur'on shu Furqon o'lcham bo'lgandan keyin Qur'oni Karimning ichida ayni arablarga tarixida ota-bobolariga hech qanday payg'ambar kelmagan, kitob berilmagan bir qavm bo'lgandan keyin endi u kabini İbrahim payg'ambarning sog'lig'iga Qur'oni Karim dalil yo'q. Agar İbrahim payg'ambar soldi desa, u chog'da Qur'on yolg'on. Demak, Qur'on deyapman dayna. Tamam. Xo'sh, undaqda haj kelimesi munozirlash anlamını tushunchini, hukmini berdiganlik bo'ldi. İsmail alayhisolamniki Makka tuproqlariga tashlangan bir payg'ambar ekanligi asossiz bo'ldi hozir. Asosan ayliqi yana bir narsani qistirib qo'yar. Masalan, Qur'oni Karimdagi oyatimi bo'lni deydigan ayliqi 5 deb o'tib ketdi. Hojar bilan İsmailni aşağı tashlab qo'yib o'zbiga ketgan dedi. Lekin Qur'oni Karimdagi oyatning o'zida u tashlab qo'yganlar yolg'iz ikki deb emas. Onun İsmail peygamber ekanligiga Qur'oni Karimda dalil yo'q. Endi buni ular o'zini nasab jihatdan biz ashuna payg'ambarning avlodi deb shu ko'z uchun uni o'zlari to'qib chiqqan. Şu İsmail Aleyhisselam bağlıqlıqını ma Qur'on Karim ularga ilgari payg'ambar hech qanday ogohlantiruvchi yoki kitob berilmagan bir qavm ekanligini eskartayotgan yerdan chiqadi oyatda. Top-to'g'ri. Yani 3 nokta yoritildi hozir. Anadagi İbrahim Aleyhisselamning Mekke tuproqlariga dastlab boqmaganligi va unda bir uy solmaganligini bu yerda o'tirib qo'ygan bo'ldi. 4 nuqtalabda. Shunda. Xo'sh, tushunch bo'ldi.
Xo'sh, undaqda Qur'onda nima aytdi? Safa bilan Marvaning orasidagi sayr to'g'risida oyat badek esimda keladi. Baba inna safa vel Ha, mer'a şairallah debba. ha, ha. Hana inna safa vel mer'a şairallah debba. Ben şu ayetini açay. Asan bo'ladi. Hmm. Qaysi oyat? Sura Baqara'nınki 158. ayetiga. İkinci sura 158. ayet. Mana. İnne safa vel merve min şairallah femen haccel beyte ev i'temere fela cunah aleyhi ey yettevvefe bihima ve men tetevve'a hayran fe innallah şakirun alim deydi. Yani bunu bizge Uygurca tercüme kılınca Mehmet Salih Safa ile Merve hakikaten Allah'ın dininin alametlerindendir. Hec kılgan ya ömür kılgan adam ulanın arasında sey kılsa hiç günah yok dedi. Ulanın orasında sey kılsa hiç günah yok diyene Mehmet Salih hata tercüme kılgan. Esli Arapçada ulanın arasında sey kılsa diyen gap yok. Mesela hazır üstügiden karsanlar fela cunaha aleyhi ey yettevvefe bihima dedi. O ikisi o arası yok. İkisinin arası da boğan bolsa hele beynehuma dep kilidi. Beynehuma kilidi. Beynehuma dep. Mesela Kur'an-ı Kerim'de hele Sure Er-Rahman'da beynehuma hele iki denizin oturması bir tosmada ketmeydi. Dependandike ölgelin hele kıyamet günü hele oturması berzah alim bol, bulma oturması bir tosm boludu dep. Aşınan hemmesi de beynehuma dep gelgen. İki denizin oturması da beynehuma dep gelgen. Lekin Arapça eslisi de eyyettevefe bihima digine ula bilen depa bihima digine u bilen dep gelgen. Billa dep gelgen. Aşına vakatında ikisinin otursa diyen gap Arapçada yok. Hem bu Safa ve Merve diyen bu nimi diyen gapsa hem de hazırma hecninki bu baldılan başını kette bu hecninki nimişkenlikini çoğunlap kirgen çağda ama Safa diyen gap bir xil samimiyet, ixlas, sap qalb bilan onunki Merve digine murvet, xolislik bilan manda bir chidamchanlik, nima deymiz? Murvetlik bol deb qo'yamiz go biz bir ish qilsang bir ozroq bir murvatingni ko'rsatmamsan, himmatingni ko'rsatmamsan deb shu ma'nida chin ixlos bilan manda himmat bilan ish qilishni ko'rsatdi. Endi bu ikki oli teppagan Hacer u taqqa maqtikan, bu taqqa maqtikan degan uning o'ttirsidagi narsa emas. Agar unda bo'lgan bo'lsa, beynahuma deb keladi. Endi ma hej deganninki hej degan endi uzartırsak bilmem de bu bir saatte tükemeyti bu. Endi buni az deganda 3 saat, 4 saat ketadi. Ya bunu artık çanaşsan ayetim yokken. Hazırki sürekli maksat buldu. Çünkü meniki nim qildig'ini chalolab qolsa yoki bo'lmasa ba'zilarini tafsirlab demasak o Ya hazır bek iniq oldu-ku. Birden şişilyotidi o. Abayatın 4 maddini sanaganda Safa bilan Marva to'g'risida oyatlar bor degandek ma eshildi hozir. To'g'ri. Behima degan so'zdan chiqib turib, bu ikkisidan billa degan gap chiqadi ekanda. Billa degan so'zda agar behima kelayotgan tursa, beynahuma kelmagandagi aniq tug'anligidan oyatning tarjimasidagi Safa bilan Marva orasida deganki bilan aşağıda o'rinsiz ekan, ya'ni haqsiz. To'g'ri. Aşağıda bular tutib qoladi. Aşağıda bular tutib qoladi. Shunga Safa Shundan boshqa, mushu oyatdan boshqa Safa bilan Marvani labz qilgan boshqa oyat bormi Qur'onda? Ya başqa yerdan bada Safa bilan Marvani degan boshqasi bor. Hamda asosiy ikki so'zningki
Qur'oni Karimda ishlatilgan nimasi haliqi murvat. Bizmi deymiz murvat Bizde haliqi mürüvvetlik deydi. murvatlik. Uningga safo degani o'sha haliqi biz insof deymizmi? He. İnsaf bilen haliqi samimiyat bilan, ixlos bilan ana shu bir narsaga yordamlashishni ko'rsatadi. Endi bu yerdagi haliqi haj endi o'sha yerda haj qilgan odamlarga haliqi bir xizmat qiladigan narsada. Xizmat qiladigan narsada. Lekin buniki hech qaysi biri Ka'bani cho'gilaydigan, tashqi tosh otilgan uning hech biri Qur'on Karimda yo'q. Qur'on Karimda yo'q. Safa'nın silik taş diyen manası var. Merve'ninki akranlık yumuşak taş diyendek manası var. Yani o Ama abi nimeden sorsam abi Safa bilan Merve Kur'an-ı Kerim'de fakat birli yerlik bayan lebzi kılındı depti. Yani birli yerde keçidi o depti. Evet. Hoş başka yerde badek tuyulgan buluş mümkün çünkü saf sözüden seffan deppa mesela. Seffan saffa. He. He. Yani Safa vel Merve. Belki ve Safa ve Merve diye mada tercüm kelimem de o. Yok. Safa Merve degine şu haliqi ixlos bilan yani fidokorlik bilan himmatlik menda xizmat qilinglar deb ashunda nimizga ashunda Ha, xizmat ya demek ki ona mağma gramatki cihette. He. Safa vel Merve de keldi o belki bir vova. He. Ma vov normalde bağlıqçı ve Uygurcadaki aşı tamam. Uygurcada Ve. Yig'iz gap bilan lekin nima qilsaqa Uyg'urchada jon dil bilan xizmat qilinglar deymiz-ku. Jon dil bilan xizmat qilinglar. Ashnaga yaqin narsa. Ashunday ma'noga. Şu tercümenin özünde bilen diyen söz çıkmadı şu. Jon dil bilan. Ha şu bilen diyen söz. Ashunday Çünkü chiqdi. bayatın biz dedik ki bir yerde beynehuma demekçi de. Bizga deganda Safa bilan Marvaning o'rtasida so'qildab mangadigan, yuguradigan bir yeri bor. Tamam. En düşünendim. Bayatın bilen diyen asla ağrısı da emez. Bilen bille şekildeki ki en düşünüş oldu. Jon dil bilan deb aylanib qilsa to'g'ri chiqadi. Tamam. Jon dil bilan. Hoş. Ondaqda nima qoldi? Nimaga keldik? Maqami İbrahim degan oyat bor bir yerda. Fihi ayatun maqami İbrahim femen dakhala fihi fehuve aminun deb ayatga maqami İbrahim deb maqam deganda nima o'ttirdigan ya shu putimiz bor deb shu tashlanishga ikkita narsani u yoqlikimish İbrahim payg'ambar tug'an izishyomish maqami İbrahim deb Ajda deydi. yana Qur'oni Karimdagi oyatni o'qisa fihi deb shu baytning ichida deb baytning ichida maqami İbrahim bor deb asli oyat bo'yicha bo'lsa shu maqami İbrahim deb qo'yib qo'ygan ikkita oyoqning izi shu Ka'basini ichida bo'lsa to'g'ri bo'ldi. Bayt degani shu Ka'bani ko'rsatsa shu Ka'basini ichida bo'lsa to'g'ri bo'ldi. Lekin Qur'ondagi oyatda unday emas. Fihi endi bu haliqi maqami İbrahim desa bu haliqi turdigan yeri yoki emas, bu haliqi nima deymiz? Aytilishicha rang deydi, masalan haliqi martaba. Maqami İbrahim degan martaba. Maqam. Martaba İbrahimning martabasini ko'rsa degan gapda ayada. Chunki shu baytni shu so'plarning orasida hal ve maqam deydigan ikki so'z ishlatadi. Maqam. Bu martaba shu. Martaba. O oyat ikisida shu baytning ichida sen İbrahimning martabasini ko'rsa degan gap bor. Uni hamda bizga dinni o'rgatganlar, bu dinni tashviq qilganlar, uni shu tatib akiriblikka
Beyt degan gapni Kabe mushu deb degan, uni o'zgartirib Kabini İbrahimga saldi deb unda degan, andana oyatga maqomi İbrahimni, İbrahimning oyoq izi deb İbrahim mushada turib Kabening nemisini sopdi ekan. Shuninglamda o'lgan sir tosh o'ylabdi ekan. Shuninglar her tosh to'xta debki pes qo'yib qo'yibdi ekan. Manda afsonani to'qib chiqib bizga ashlarga sirliqlashtirib shunday ko'rsatganda, amaliyotda o'sha hajga aloqador nurg'unlagan narsalarga Qur'oni Karimda dalil yo'q. Masalan, Qur'oni Karimning o'yidimi? Qur'oni Karimning o'zidami Kabin tavob qilinglar deb yo'q Qur'oni Karimning o'zida. Unda emasda? Ya yo'q. Men jazmiyatlik bilan Ya bir yerde tavaf edilmedi. Açta bir siz işinden geçiyordu. ya yo'q. Baba. Ya. Onun kenarıga şeytanı taşatdı dep Hemen bana hazır işe karab durup çıkana hazır bir şey keldik mi? Tavaf mı keldik bana? yetevaffa bihima dedi. İkisinin otursunda şununla alakalı yetevaffa bihima fela cunah aleyhi ey yetevaffa bihima. Tamam, tavaf diyen söz çıkmadı o anda. Ya o tavaf degan nima bizga qilgan chog'da bizniki nimishimizda alaqi bizning tushunimizda tavob degani masalan Kabin tavob qilib ketdi deymiz. Bizlar Qashqardagi vaqtimizda Arslan xonim qilib tavob qilib ketdi deb. Ma'nosi bu tavob qilish bijan ziyorat qilish deydi. Lekin men Qur'oni Karimdagi ishlatilishida o tavobniki undan ma'nosi yo'q. Qur'oni Karimdagi ishlatish tavobda ona menda bir orlashib o'tirish. Menda biz bir ishning oldiga chiqsak bir raqam saylanmada bir o'tirimiz shundaymi ya? Boshqalarda manda orlashish degan manda ma'nosi bor. Tavof deganniki biz bilgandek ma'nosi yo'q. Tavof degan so'z Qur'oni Karimda 3 yerda tilg'angan. Masalan, hozir birinchisini ochaylar. Sura Baqarniki 2-suraniki 158-oyatini ichinglar. Shuki mana 158 oyat oyatdan qarab turgan. Tavof. Tavob, bir tavob. Ashno onu nima tavob qilinglar deb bizga anda o'rgatgan. Tavob degani shu birisi bilan bunda aralashib, falajuna alay ayat bihima. Shular bilan degan gap. Bihima degan shular bilan degan gap. Asha alaqi jandillar xizmat qilishlar bilan bunda aralashib ne qilsanglar gunoh bo'lmaydi. Uyg'urchada bir so'z bor ya, davomli ishlatilgan. Badigal qilib turinglar deb qo'yamiz-ku. Heppalar del ashu shu. Badigal qilib turinglar, del ashu shu. Ashu Qur'onda badigalga ashu shu. Ondan keyin o tavof degan so'z yana 24-suraningki 58-oyatida, Sur Nurning 58-oyatida yana kelgan u. Sur Nurninki 58-oyatda. 24-58. Ama Arapça çıkan Uygurçasından oxbira ey müminler sizlarning qullaringlar, cho'rlaringlar va ishinglardagi balog'at yetmagan bolalar namoz bomdatdan burun tushda uxlashdan kiyiminglarni solganchinglar va xubdandan keyin 3 vaqtda yininglarga kirmoqchi bo'lsa sizlardan ijozat so'rasin. Bu 3 vaqt sizlarning avratinglar ichilib qoladigan vaqtdir. Ondan keyin bu 3 vaqtdan bosh vaqtlarda ular yeninglarga ijozatsiz kirsa sizlarga ularga hech gunoh bo'lmaydi. Sizlar bir-biringlar bilan berish-kelish qilib tursizlar. Mana bu yerda berish-kelish qilib tursizlar degan oyatga ana tawafuna alaykum ba'dukum ala ba'din deb kelgan aynan. Shunakina. Shunda. Ondan keyin yani bizne divter şunlar kesin aşı Sure Hecd'ken 22-suraningki 29-oyatida. Mana andın ular kirlarini tazılsın, öz üstüge algan ibadetlerini ada qilsin, qadimiy uy Beytullahni tavob qilsin deb. Mana Muhammad sallallohu alayhi vasallam qo'shib qo'ygan. Qadimiy uy Beytullahni tavob qilsin deb Muhammad sallallohu shunda qo'shib qo'yganda Qur'onga Beytulloh deb hech yerda yo'q. O uyniki Beyt Allohning uyi ekanligini Qur'onga hech qanday dalil yo'q. Mana thumma yaqdu tafasahum vel yufu nuzurahum vel yatawaffafu bil beytil atiq dedi.
Aşağıdımol yeteveffef diyen aşu Beytul Atikne aşu öy Beytullah'ın tavaf kılışında Mehmet Ağa Salih'inde de tercüme kılgan beyt başka bir narsa Kur'an-ı Kerim kelgen ki beyt. Ona Hmm. şu Mehmet Salih nima qilib lekin shu uy sho'da başına tercüme qilib qo'ygan. Endi hozir vaqt munosabati bilan beytga boshqa nima to'xtalsak bo'ldi. Lekin Qur'oni Karimdagi tavob asosli hamma jumlada ishlatilganida bir-biri bilan aralashish, badikalda qilishmadan munosabatni bildirdi. Hali mazan tavob qilib ketdi, kabin tavob qilib anda ma'nosi yo'q. Boz biraz kösesi bo'ldi. Ona hech qanday fikrimiz yo'q. 33. ayetida mi bağı bu kelime dedi o. Yok mu? Qaysi 33 oyatda? Şu Süreyc'in 33. ayetlerde iki katem kilidi o dedi. Yani. Ama iş parayla hazır. Cay Beytullah'ın yine dur. Beytul Atik diyen sözüne izleyen mi hazır? He. Atik degende kona deb kona na deb qadimi deb aynda deb ne qilib atik degandan keyin hamda na ashnasım kona lekin beyt degandan keyin odamlar turadigan manda o'yin ekanligiga Qur'oni Karimda bak Bizim işletikler bizim Uygur tilde bağı asara Atik'e deb. Aşina degan atik degandan keyin ras asar atik ama ona ekanligiga Qur'oni Karimda dalil yo'q. Atik'nin başka manası mı bağlı? Atik degandan keyin Enşarlonki ma İngilizcelik emancipation degan ozod qilish, bir o'rlik chiqarish degan mandami ma'nolarda ishlatibdi. Aşinakin. Üçte xil ma'lumot nima Sünni zaka bir qancha xil tarjima beribdi. Qadimiy va asli ozod qilingan esil, nefis, gunohdan qutulish qatorliq ma'nolarda ishlatilganligini. Shu İngilizce emancipation degani ozod qilish, halqi bir narsani hurlikka erishtirish degan ashuna narsa. Hamda shu Beytul Atiq deganda, beyt deganda ona halqi bir uy bizdan ozod qilinmaydi. Ayada o'sha cho'ng bir halqi so'zda burmalash bor. Masalan, beyt deganda uy deb mandalik tarjima qilganda, hamda beyt degani Uyg'urchaga tarjima qilsa, oila deb nima qilsa to'g'ri bo'ldi. U hali rasmiy fizikal uy bo'lishi mumkin, lekin fizikal uy, fizikal emas, manda hali abstrakt manda uyni shu beyt deb nima qildi. Beyt. Qo'noq ma'nosini kelganda kechini o'tkazilgan bunday o'tan. Qo'naqa beyta. Lekin Qur'oni Karimda uyni buyutdan deydi. Uyni Qur'oni Karimning o'zida buyutdan degan uy. Lekin beytninki odam o'tiradigan manda uy ekanligiga Qur'oni Karimda jiqyada mutlaq ko'p qism yerda nima deymiz? Oila bir abstrakt ma'naviy jihatga uyni ifodalab kelgan. Ama Arap tilida o so'sa ularga uyni g'urfa deydi ekan. G'urfa yoki bo'lmasa manzil deydi ekan. Andan rasmiy Qur'oni Karimning ichida uyni nima deb atagan esa buyutdan deb atagan. Buyut. Buyutdan birlikka bayot degani ko'plik shakli. Onunga 24-suraniki 27-oyatini olsak, 24-sura Sur Nurninki 27-oyatda. Mana ya eyyuhellezine amenu la tedhulu buyutan deyna. Gayri buyutukum dedi. Uyanlardan başlarının öyle çimanlar hatta testa nisu ve tusellimu ala ehliha deydi. Müminler başkalarının öylerine icazet sormakça ve öylesiyle salam vermekçe kırmanlar. Vez nasihat erişenler için bu sizler için tekim yok şey deydi. Kur'an-ı Kerim Ama bu buyutun degani köplük şekildeki türlenişten çıkan da var. Ya köpçükünüm hazır değmez. Köpçükünüm hazır değmez.
Mesela Ay kitabın, 28 tane var. kitabukun. Esası kitabun. Ee, Ya. Ketebe. Ketebe yektebu. Ay köpükке ma 28. sürününke 24. sürünün buyutikum digine buyutikum digine öyleringlar degan gap. Ay buyutan digine bir öy. Buyutan digine bir öy, buyutikum digine köpükke şu. Hmm. Buyutan digine bir tal öy varsa buyutikum digine sizlarning öyleringlar deb kelgan. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan. Uyga halqi ijozat so'ramoqchi kirmanglar deydi. O'zinglardan boshqalarning uylariga deb anglatib kelgan. El-Beyt'nin keyin başqa ma'nolardan unda qarab o'tib ketildi. El-Jamoat, nima oila va jamoat she'rining misralari, misol biz beyt deb ishlatamiz uni. Ya beyt degan emas, bizni nima hamda ma Qur'oni Karim kelgan asosiy xalqi beyt nima desa bu bir xil ijtimoiy tuzum. Ijtimoiy tuzum masalan haliqi nima deymiz? Axloq mezonining ishida bir xil nizomlarning ishida shunga bo'ysungan shunday narsani bir xil sistem. Bir Allah. xil sistem ma'nosida kelgan. Bir xil sistem ma'nosida kelgan. Lekin Qoida deyish bo'landa yo'q. qoidasi bo'ldi, qoida desimi bo'ldi. Endi bunday qilib esa oilasi nima? Inglizchada house bilan home ikkisi o'xshamaydi, shundaymi? House deganinglar haligi yog'ochlar yopgan, ona nima u qanday bo'lsa bir house, lekin home deganinglar bu bir oila, uy, uning ichida odam bor, saramjonlar bor. Anzakim siz uning ichida yashab nima qilsizlar. Endi nima bayt degani Qur'oni Karimda ishlatilgan bayt degani shuna home degan ma'noda. Home degan ma'noda. Shu o'zlarini bir narsaga haliqi taalluq qilgan bir oila kishilari, o'zlarini bir narsa taalluq qilgan bir oila kishilari shu ma'noda ishlatilgan. Lekin haliqi nima deymiz? Haliqi Allohniki tushgan bir sistem qonuni bor. Shu qonunning o'ziga o'zlarini taslim qilib, yo'q men mushunlarlikka yashayman deb ashuna odamlar Qur'oni Karimning o'zida shu ahli bayt deb ashuna deb atagan. Masalan, sura Hudninki 73-oyatini ichinglar. 11-suraninki 73-oyati. 73-oyat. Ha. Ular Allah'ın işinden ecaplansan, Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizlerinin ailanglarga bo'lsin. Ailanglarga deb ana. Qalu ata'ajabina min emrillah rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel beyt deydi ana. Ehlel beyt, aile. Sizlerinin ailanglarga. Allah'ın rahmeti sizlerinin uyanglarga bo'lsin. O quruq uyga rahmet olmaydi da ailanglarga bo'lsin, ailening ichida yashaydigan insonligim bo'ladi. Shunami? Onankin 28-suraniki 12-oyatida, sura Qasasning 12-oyatida yana shunda beyt deb kelgan. Beyt deb kelgan. Alqa Musani Fir'avnni uning ayol suvdan suzib oladi-ku. Shu oyatning oxirida biz ilgari Musaning sutemizga mishadimi va intiqoladigan bir bolani ko'rsatib hal adullukum ala ahli bayt yakfulunahu lakum va hum lahu nasi'un. Men sizlarga bir oilani ko'rsatib, uning kepillik bo'la oladigan bir oilani ko'rsatib qo'yayman deb ahli bayt deb shu oilani ko'rsatgan. Lekin uyni ko'rsatmagan oyatda. Onaniki 33-suraniki 33-oyatidami? Yana shunday deb keladi bu. 33-sura sura Ahzobgan. 33-sura sura Ahzobning 33-oyatida va qarna fi buyutikunna dedi. Uylaringlar, o'ltiringlar ilgirki jahiliyat davridagi ayollarning yasinib chiqqanda yasinib chiqmanglar, namoz o'qinglar, zakot beringlar, Alloh va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Ey payg'ambarning oilasidagilar deb ya ahlal bayt aynan miyadimi oila deb ishlatgan ana. Ailesinde.
Tamam. Mevada üstüde buyut, obdan rüşen fark kılınıptı. Üstüde buyut okunna, He. üstüde beyt. He. Buyut, beyt. Doğru. Tamam. Ha bu yurtdakilar deganda uylaringlar degan fizikalar, yog'ochlar bunday saqan oy. Onunkin ahlul bayt deganda oila degan gap. Aile. Ha, hamda mishadi kalaqa cho'ng nimadan birisi shu Qur'oni Karimda ashuna kelgan halaqa abstraket oilani uning o'yligi rostda uy degan bir oilamiz shundaymi ya Hmm. ashnasini yoq mushu uy deb uni halaqa Qur'oni Karimda ishlatilgan mazmunidan halaqa buroqligi boshqaga olib ketgandek bir qilmish shunda mavjud. Hamda shuni halaqa Qur'oni Karimdagi oyatda halaqa kishilarni halaqa nima halaqa hajda man istata'tum ilayhi sabila degan halaqa deb bir oyat bor. Halaqa kishilarni kimki uningga qila olsa, uning bilan kimki uningga yo'l topa olsa, u hajni ado qilsin degan shu nim bor. Ha, ha. Endi oyatdagi shu baytni shu bayt bilan hech qiladigan gapda bayt bu bir xudoninki insonlar tushgan bir sistem qonun tuzum bu. Endi shuni bilan insonlar munozir qildi. Buning shunaqa jamiyatninki tuzilmasiga oid insonlarni qanday qilgancha yaxshi yashitadigan, uningkin jamiyatning farovonligi, insonlarning bexatarligiga oid nurg'unlagan alomat narsalar bor. Endi uni endi bu boshqa bir hikoya. Bu boshqa bir hikoya. Bunaqa ayrim to'xtalamiz. Buni bilan bir qitimlarligi balkim tugamasligi mumkin. Barbarani qilsak buning hammasi chiqadi. Endi shu hijjul bayt degina shu Xudoning sistemi bilan munozirlashib agar oshningda yaxshi bir sistemini yoki bo'lmasa Allohning qonunidanmi yo'lidanmi yaxshi bir yo'lni topa olishiga shu munozirga chaqirdi deb Ibrohim payg'ambarni shunday Qur'oni Karimdagi sura Hajda chiqadi. Kishilarni hajga chaqirgan, ular sening qishingga uzun yo'llarni besib keladi, o'riq to'gilar minib keladi deb shunday oyat bor. Shuning hammasi u yerda uyni tavob qilib cho'gilsin emas, hamda u yerda shu baytni turg'izgani hamda Ibrohim payg'ambar u bir insoniyatningki o'rtaq ijtimoiy farovon yashashi uchun bir qoidani, bir tuzumni belgilamini o'ttirib qo'ydi. Endi shuni atrofidagilar bilan o'rtoqlashib, buningdami bir yaxshi tuzum yoki qoida insoniyatga manfaatli bir narsa bo'lsa, endi chiqara olsanglar, kelinglar biz munozirlashamiz degan tariqada shunda o'ttirib qo'ygan narsa. Bayt degani shu. Endi buni til bizning olmagandan keyin meniki butun Qur'oni Karimni izlanishlarimga ko'ra endi u bayt degani bir xil ijtimoiy nima qon sistema tuzum. Endi uni cho'g'itib kelibdiki Qur'oni Karimda Alloh Ka'bani Baytul Haram qildi degan oyatga kelibdiki shu Ka'bani Allohning uyi deb mana deb bizga shu narsa so'ndirgan. Lekin Qur'oni Karimda hech yerda Allohning uyi deb bir oyat yo'q. Allohning uyi deb bir oyat yo'q. O Ka'bam Allohning uyi emas. Qur'oni Karimdagi oyat bo'yicha Ka'bam Allohning uyi emas. Undan keyin Qur'oni Karimning hech yerda Baytulloh, ya'ni bu Allohning uyi deb bunda bir yerda oyat yo'q. Shu anda bu bizga din taqat qolmaydi hamda Qur'oni Karimning ichidagi hamda til o'zining o'lgandan keyin bundan qanchalik bir narsalar kirib ketdi, uni biz bilmaymiz. Shu Qur'oni Karimning ichidagi so'zliklarga ma'no yuklab o'ziniki shaxsiy havoyi havaslardan shuninglar uni bizga mushu din deb taqat qildi. Bu Qur'oni Karimni yaxshi qilib o'qib chiqsa, bu monument debligi chiqib qoladi bu. Monument deb chiqib qoladi. Andan masalan Ka'bani desa, masalan sura nimada Sura Ali İmran'ın 96-oyatida bayan biraylan so'da shuni ma oyatni nima deysizlar deb. Sura Ali İmran'ninki 96-oyatda. İnne evvele beytin vudi'a linnasi lillazi bi Bekkete mübareke
mübareken ve hudellil alemin dep. Yani hakikaten cahan ehliga bereket ve hidayet bolgan insanlarga ibadet için degende men masala qo'shib qo'ygan. Selingan tunji öy Mekke'deki öy Beytullah'dı. Muştan hemmene men masala qo'shib qo'ygan. Bekke degende Mekke'deki tatip edip tercüm qilib qo'yganda uningga tirnoqshiga ashna Beytullah'da deb ashuna qo'shib qo'ygan. Allohning uyi deb. Lekin Arabchada shu tunji selingan hamda insonlarga yetakchi bo'ldigan olamlar yetakchi bo'ldigan shu beyt deganda agar uy desa bir sizlar bir uy silinglar u uyinglar sizni bir narsaga yetaklayoladi. Ha hudellil alamin degandiki hudan degani ihdina alqa hada hudan yani Qur'oni Karimning o'zining hudan deydigan ash hudan bilan o'xshashi shu. Hamda bir Hudel muttaqin. Hamda hudellil muttaqin. Hamda ma Qur'onni hudellil muttaqin degan. Hamda bu Qur'on insonni nimaga boshlaydi? Hidoyat to'g'ri yo'lga boshlaydi. Qur'onning o'zidan ba hazal Qur'on yahdi bu Qur'on aqlini ishlatganini yahdi bihi meyyasha deb netjadi ketdi. Qur'on insonni bir hidoyatga to'g'ri yo'lga boshlaydi. Shundaymi ya? Hamda u yerda shuni uy desak İnne evveli beyti deganlar beytni öy desa hudellil alamin u öy insoniyatni hidoyatga boshlamda. Amyal manda deb savol chiqadi. Ondan keyin miyada evvela deganda tunja degan gap tunja birinchi deb mandadan chiqadi. Endi unda bo'lsa undan burun ziminda uy yo'qmi deb manda gapni chiqadi. Shundaymi? Ama zeminde uy bor, lekin Allah uchun silingan tunji uy deydi. Lekin yo'q shuni ma'nosini qo'shib qo'ygan. Aslında ma'nosini qo'shib qo'ygan aynan. Allah uchun uy siling deb Qur'onda hech yerda yo'q. Allah uchun uy sas, Allah uchun uy siling demiş qildi. Allah ya kirmasa u yerga. Ondan keyin İbrahim payg'ambarni shu beytni bino qilgan chog'da Xudo unga buyurdi. Sura Hajning 26-oyatini aytinglar, 22-26. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود deydi. Öz vaqtida İbrahimga Beytullah degan ma'nosini qo'shib qo'ygan. Shu makanal beyt, shu beyt makan deganning o'zi bir zimin degan gap. Zimin degan gap. Makanal beyt onunki Allah tushrik bihi shayada baş uyiniki asosliq shu beytniki asosliq sharti Xudoga hech nima shirk keltirmaslik. Oyatning o'zligi chiqib turdi aynan. Allah tushrik bihi shay'an. Uningga hech nima shirk keltirmaslik uchun debpa. Endi bir şey o'ylab qo'yib Allohga men shirk keltirmayman degan o'landa unda gap yo'q. Endi oyatga beyt degan Xudoninki, Tangrininki bir qonun tuzum nizam bo'lib, sen Allohga hech qanday narsani shirk keltirmaydiganga bir sistemini, qonun tuzumni barpo qil deb shuning uchun buyurilgan narsa aynan. Shuning uchun Alloh shunday qil deb buyurgan narsa. Beytninki Qur'on Karimda hamma aqli uning bir fiziklik o'y ekanligiga 5-6% nima topa olasizlar. Bo'lmasa bu bir qonun tuzum Xudoninki insonlarda din deganning o'zini yo'l deydi. Shu yo'lda mangdiganga, ravon mangdiganga bir insonningki haqqiga tajovuz qilmay xotirjam bir yashaydiganga ashunga nim qilgan yashash shakli bir ijtimoiy sotsial tuzum. Hozir mushu beyt kelimesideki ifadelerden köz aldığım kelgan resimde dernek, cemiyet, cemaat. Mana. Oh, mana. Ha. Bu jinaş kilometre de hazır. Şu. Hı. Yani bir toplumның ki şahsi aletimiz bir toplumның yığılışı bir ma'lum muayyen bir fikirde qo'l tutishib birga mangadigan bir narsa hisobda Shunday bo'lgan chog'da biz ahli bayt bo'lamiz. Mushu oyatning o'zidami
en la tuşrik bihi şey'en degende onunğa şerik keltirmeslikin üçün depa Xudoni gösterdi. En la tuşrik bihi şey'en. Onunğa Allah'a şerik keltirmeslikin üçün sen mushunda bir narsani barpo qil degan gap. Ben bir o'ynsab qo'yib, uning Allohga sherik keltirma deb degan olamda. Unda bir narsa yo'q. Agar u o'ynsab qo'yib, ba'zi bekatlarni ish kerak. Agar u Ka'bani sab qo'yib, Allohga sherik keltirmas, Ka'baning burjiga bishtal tashva, u nima u? Bu Ha. ayetning oxiridagi so'zliklarda uy bilan munosabatlashtirib bunda tarjima qilingan bo'lsa, Hı. agar tuzum siyosatga munosabatlashtirilgan bo'lsa, buni o'chaqda Ha. bu yerdagi ruku, sajda, tavob deganlarning ma'nosi boshqa chiqadi. Qur'ondagi ruku sajda bizni nim qilgan halqa peshonasiga yer tekkizish, ruku qilgan halqa yeri bilan undalari bek oz kelgan, lekin Qur'ondagi ruku sajdaniki mutlaq ko'p qism kelgan ma'nosi halqa muloyimlik bilan halqa qabul qilish, ya'ni bosh egish, bo'ysunish. Ashunda ma'nida kelgan. Bu to'g'riliqmi o'tgan so'zlaymiz deb necha qitim dedim, shu deydigan bir narsa bekchiq bo'lganlik uchun shu navbat kelmaydi. Növbət gəlməlidir. Bu bəkçək bir narsa var. Lakin ruku və səcdinki asas Qur'an-ı Kerimdə işlətilən mənisi İngilizcə humble submissive deb turgan muloyimlik bilan boshiga deb Uyg'urcha mana tarjima qilsa to'g'ri chiqadi. Muloyimlik bilan boshiga. Masalan, Xudoning bir qonun bir narsa keldi. Shuna ya bo'ldi, men o'ziniki kibrlikini tashlab hamda men shunday bir bo'ysunay deb bir narsalarga muloyimlik bilan boshiga hamda men qabul qildim degandan keyin ashna shu ruk'a sujud deydi. Qur'on Kerimdan jiq keldi shunda. Hozir Mishat, bununla ben inşallah aldığımızda ayrım kiramiz bu. Çünkü bu tavaf, qiyam, sucud, ruku meselesi biraz inçike, lekin jiqroq ya da nimtalab qiladi-da, bayatdan xuddi her nuqtaga bir qancha oyatni taq qo'ygandek, bularni işte oyat talab qiladi mesela, dalil talab qiladi. Ulaşta bunu ayrım timi qiladi, lekin Mishat bu uchur qolsin. Fikir verilip kalsın. Yani eğer beyt öğü olan olsa, öğü diyen anlam düşünceler müjde tercüm kılınıp gelgende elimizde şunda kuyulgan ama adı düşündük ki öğünü buyut dedi gelmez beyt ne cemaat ya ki toplum Bayam dernek dedi anlama. dernek, cemaat. Yani Mahakam demesi boyunca ne dedi bu ne? Cemaat dedi ama ne mi Arapça cemaat dedi hem de İngilizce association ya ki mesela bir community center. Cemaat kelimesininki anlamı bilen buyut beyt kelimesinin anlamı da biraz tercümede biraz o'xshash qolgandan qilgan bilan farqi bor ekan. Ya farqi bor. Bu beyt bilan o buyut hammasini o'tirib farqi bor. Hamda bu Qur'on Kerim Arabcha lekin Xudo bakonimaka o so'zni hamma yerni qilmaydi. Masalan, bayam depattoq agar shu o'y Mekkada bo'lgan bo'lsa, nimishqi Bekki deydi uni. Nimishqi Bekki deydi. Undasi burun Mekkening ismi Bekki desa, uning Qur'ondan dalil bo'lishi kerak. Uning Qur'ondan dalil bo'lishi kerak. Lekin uningga Qur'onda dalil yo'q. Endi u İbrahim Peygamber Kâbe'ni sağgan Kur'an'da delil yok ayna. Kur'an'daki delilde İbrahim Peygamber'ninki Araplardan aralışıp olturaklaşkan Saudi Arabistan'ın Mekke'ye girip yaşaganlıkın Kur'an zerre delil yok. Bir monçularını körsüp koydu. Hem de bir yerde bu nazok hem de biz fakat bir yerdeki bir pidakarlık bilen kişilerge umumi bir resimini körsüp koyatımız. Manda der. Hem de bunu kızıkallar ilgili sohbetlerimizde mi dedi. Hem de işçi geçirip özüm altlap baksı oldu. Bir yerden ben de hemmisi piştaldı. Lekin ben garanti ağzımdan çıkan her bir gapga, bu din hakkı sözlengen gapga Kur'an-ı Kerim'den delil tepirme. Kur'an-ı Kerim'den delil tepirme. Özümnin gapinin akıstı turup, özümnin gapini kuşlandırılğanға Kur'an-ı Kerim'den delil tepirme.
Hamda halaqi vaqt munosabati bilan ba'zi bir halaqi yig'inchoqni tashlab o'tib ketdi. Qiziq ishlar bo'lsa, o'zi izlanib baqsa bo'ldi. Undan keyin og'zimizni tillamay so'raydigan savollar bo'lsa, chiroyli so'rab mana turdi deb nima qilsak, kuchimizning yetishi javob berishga tirishamiz. Ma hozir 1 saat 45 minut bo'lib qoldi. 2 soatda ishib ketsa, mendan keyingi xotir qoldiradigan ishlarga bir zo'r nima deymiz, zo'r bo'ldi ekan bizning keyingi ekranning orqadagi xizmatga. Shunga 2 soatdan bo'ldi tugatishga tirishimiz kerak. Hozirga qadar bu hechga aloqador hech temasining ichida bizga putimiz putishadigan, beshimiz taqishadigan toshlardan zo'r deb qaraganlarimizni hozirga qadar bayon qilingan bo'ldi. Ya'ni ochiqlandi. Bularda bir tushunmaslik yoki bir zidlik ko'rib men his qilmadim. Ya'ni yeshildi yani. Tamam. Eğer yani mushu jiddiy mana bu qo'shilib ketish kerak degan mazmun bor bo'lsa, uni olmaydi. Bo'lmasa mishani to'xtatib davom bo'lsa yana bir program qilaylik. Ya davomı cho'qim bor buniki. Masalan, Beyt deganga bir program qilsak bo'ldi. Uningkin Kabi deganga men hozir men umum jihatdan haqqa bir qitim tushundim. Bu daqiqimda andan tafsiliy ishkilab chizsak bo'ldi. Buning uchun nurg'unlar narsalar bor. Masalan, qartashini suydi. O ibadetning jumlasini var. Chunki buniki e'tiqod qilgan dinida ash qartashini so'ysa, uning gunohlari kafarat bo'ladi. Undan qiyomat kuni qartash zuvonga kelib, ashini so'ygan odamga mushining gunohi, men mushining so'ygan gunohlarini mag'firat qil deb qartashni shafaat qiladi deb hadislar bor. Hamda uniki nimalari ma Qur'oni Karimdagi ilohiy ta'limot, ilomiy buyruqlar hech qachon mas kelmaydi. Ondan keyin haliqi Minoga chiqamda bijadaligi tashqi tashatilgan yerlari va 3 tashni tiklab qo'yib, uni hamda bizga o'rgatgan bijnaslar nima degan desa, ay haliqi bijnasni muhim narsani bizni qistirib qo'yamiz, shajga nima qurbonlik qilib deb qurbonlikning kelib chiqishda Ibrohim payg'ambar tushida o'g'li Ismoilni qurbonlik qilib tushyapti ekan, shuning bilan bu payg'ambarning tushi rost bo'ladi deb, ash Ibrohimni qurbonlik qilib deb jangalga ekib beribdi ekan. Yo'lda mang'achamda shayton uchrabdi, Ismoil seni dadang o'ttiribdi, bish tosh etibdi ekan, bish ko'z qo'yilib ketibdi, yana bishaga borgan joyda yana ushlabdi ekan, yana tosh etibdi deb haliqi 3 tal tiklab qo'ygan toshning sababini shaytonga bog'laydi. Shuning bilan uni shu Ibrohim payg'ambarniki, Ismoil payg'ambarniki ash ishiga taqab, shu qilmishiga yo'lab, shu toshga tashatsa deb bu ejning rukunlaridan birisi. Ashni qilmasa to'g'ri bo'lmaydi. Endi u toshga tashatishniki Xudoning kitobida dalil yo'q. Zarracha. Ondan keyin o Qur'oni Karimdagi oyatda o Ibrohim payg'ambarniki bizga nima qilgandagidek o İsmail payg'ambarni qurbonlik tog'liqligini zodimiş İsmail deb Qur'on dalil yo'q. Endi uni tush ko'rganda o ilohiy buyruq emas u. İlahi buyruq emas. O İbrahim payg'ambar ham Xudoning payg'ambari bo'lgandan keyin o tushida shunday bir tush ko'rib, endi bu noyda bir taqvo shu odam ekanda, shuning bilan anzakim haliqi o'g'liga deydi ekan, men shunday bir tush ko'ribdiman, sen qanday qilasan? U ma dasiniki payg'ambarligini bilgandan keyin shuning bilan bo'ladi, bu tush Alloh tarafidan bo'lgan bo'lsa, sen buyruqni qil deb dasiga agishmadi ekan. Lekin oyada shu bolaninki Ismoil ekanligini Qur'oni Karimda dalil yo'q. Lekin u haliqi qurbonlik qilish o Xudodan kelgan o Ibrohim buyurgan narsa emas. Shu yerda Xudo shunday deydi, uninki fidokorligini ko'rgandan keyin biz uni haliqi qutqizib qoldik. Shunday cho'ng bir yo'qotish haliqi qurbonlikdan saqlab qoldik deb Qur'oni Karimda oyat bor. Endi yan desak, endi xulosa endi Qur'oni Karimdagi haj hargiz Saudiga berib kabin cho'glaydigan, ondan keyin qartashni so'ydigan, tashqi tashatadigan bunda bir ishlar hech qanday aloqasi yo'q uning Qur'ondagi haj ma'vo. Agar bat etsa, mana Qur'on oldimizda turibdi, hech qilib ko'rsatsa bo'ladi. Shu hamda ko'pchilikka yetkazib qo'ymaymiz dedik. Hamda to'g'ri haj qolsa degan joyda unimi ayrimni to'xtab deyishsak bo'ldi. Biz ham bu yer bir fidokorlik bilan xalqqa to'g'risini yetkazishga tirishyapmiz. Endi shu jarayonda bizmi bilganlarimizni yetkazamiz, endi xalqimizmi bu qarab turmay o'zimi qo'ltiqi bizning og'zimizdan chiqqanini izlanib beqishi kerak.
Lekin men yana deb qo'yma, Sura Isroning 36-oyatida nihoyatda muhim bir narsa bor. Shu hatto Allohmi shu payg'ambar Muhammad payg'ambarga shunday degan: "Va la taqif ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a vel basar vel fuad kullu kana ulaika anhu mas'ula" deb Qur'on Karimda oyat bor. Sen bilmagan narsaga ergashma. İnsan o'zininki aqlidan, shu kallasining kechganlaridan o'rniga shu qilmish yetmishlardan so'roq qilindi deb payg'ambar Muhammadga shunday degan. Shunga Qur'oni Karimda yo'qlan bo'lgan buni qat'iy din deb qilmaslik kerak. Bu hammada yaxshi afzal. Shu xalqimizga mushni deb qo'ymaymiz deb chiqib o'tadi, ammo vaqtni rost kontrol qilmasak bo'lmaydi. Agar bu haqda hali so'raydigan savol ya nima bo'lsa ham Facebook sayfi o'choq og'zimizni tillamay chiroyli dalil isbotlarni qo'yib manda desa mush Qur'onni oldimizga qo'yib inshaalloh savollarga Qur'on orqali javob berishga tirishamiz. Ammo qag'ina anglovchilar shu o'zlari kitobni oqtirib o'zi eng yaxshi bilgan tilda selishtirib izlanib boqsa bo'ldi. Tushunishga oldu. Tamam. Hozirga qadar inkos qaytarayotgan yoki talash tortishga beshimada tiqib qoplam so'zlashga aldiradigan do'stlardagi o'rtaq ko'rilgan xatolik nimaga qarshi gap qilayotganligini to'liq tushunmay turibdan so'zlaydigan tarafida bir o'rtaqlik bor. Shu avval aniq ochiq anlamlar, to'liq anlamlar do'stlar. Anandan keyin tushunmagan bo'lsa, anandan keyin so'ranglar yoki ziddiga, ya'ni raddiya bo'lsa, uni o'tirib qo'yinglar. Lekin chalib chiqqanlar ko'ngil tushunchalarni bu yerdan deb o'tib ketdik. Burunqi tushunchalarda mana bunday qilatdik, mana o'ylatdik, mana shu o'rgangan, tarjimada mana deyilibdi ekan. Aslisi manda ekan deganlar bu yerdan programmada boshdan oxiri oyat silishtirgan şekilde oturup koyduk. Yani bir yerde bir Uygurca düşündüğün insanlara bir zor, akıl yetmeydiğin, tefekkür kılmış bulmaydiğin bir mesele emas hazır mı oturup koyduğunu. Fakat biraz samimiyet getidi, sabır getidi, cüret getidi. Yani bu şunga bir himmet kılanlar, anandan keyin sualın varsa oturup koysanlar, aldığımızda bu da fırsattan inşallah onunla cevaplaştırırlar. Şimdi Mişel to'xtatilgan lazım. Bo'ldi. Ko'p rahmat. Sizlarga rahmat. Bu yana bir o'ylamagan bir mazmunga chiqdi. Bu yerdan shuni tushunishga bo'ldiki, Qur'onni bizning qalbimizga qo'yib qo'ygan g'aflatlar o'qitdiqda tushunmayman adashganda. O'qitdik, ammo g'aflatlar o'qitdik. Tushunchalarimizni, lug'atlarimizni aniq uqmagan ekan. Bu ergeçmelik doğrusunda yani bir program qilish planımız var. Onu inşallah aldığımız programda icra qilamiz. Lekin bugünkü tema menimcha yaxshi oldu. Ecellik bo'lgaysizlar, imtihonlar armag'ay, kelar soat ko'rishinglar. Selamlar. Bo'ldi hamsa, ma'qul. Hozir chiqish. Ma'qul, Alloh emanet. Yana deyishdan ortiq hojat yo'q do'stlar. Kelar sonda ko'rishinglar. Sizlarni Janobi Alloh tashkil etib, omon bo'linglar. Assalomu alaykum.